o'yingohlarni ilmgohga aylantirgan filial, ya'ni Registon o'quv markazining Yunusobodda joylashgan mega filialiga tashrif buyuramiz. Aynan registonliklar deganda bu o'quvchilar, xodimlar, jamoa, hamma insonlarni biz registonlik deb qaraymiz. Aynan registonliklarni o'qish va ish faoliyatlarini tabiiy va jonli ravishda ko'rsatib beramiz. Qani unda boshladik. Alaykum assalom. Qanaysizlar? Bu o'quvchilarimiz esa darsga kiraveringlar. Sizlardan keyin kiraman. Darsga kirishni boshladi. Aynan soatimiz 8. Bugun 8 dan 20:00 oralig'ida kun uzog'i bunga faoliyatimizni to'liqroq obzor qilib beramiz. Qani unda boshlaymiz. Hop, filialimizning asosiy qismi bu qabulxona hisoblanadi. Qabulxona qismiga tashrif buyuramiz. Aynan kiring. Hop. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Bo'lib o'tiravering. Rahmat. Xo'p, aynan Registon o'quv markazining mega filiali bu yuqorida aytganimdek, o'yingohlarni ilmgohga aylantirdik dedik. Oldin bu yerlar kompyuterxonalar, har xil maishatparastlik joylari, ya'ni barlar, kalyanxonalar bo'lgan. Biz mana shu jarayonni to'liq aynan Registon o'quv markazi ta'lim maskanlariga aylantirdik va mana shu 4 etажga zdaniyamiz ham aynan har bir xonasida ilm o'rganiladi, ilm beriladi va o'quvchilar mana shu ilmini kuchaytirib borishadi. Registon o'quv markazining mega filiali bo'yicha bugun xudo xolisa xodimlarimiz haqida faktlar gaplashamiz, ularning ish faoliyati, o'quvchilarimizning o'qishlari haqida bugun to'liq video obzor qilib chiqamiz. Xo'p, Dilshoda mumkinmi? Va sizni vaqtingizni olib qo'yamiz. Kayfiyatlar qanday? Xo'p, Dilshoda Zoirova bizning akademik servis menejerimiz. Aynan bu menejer bizda mana 1,5 yildan beri faoliyat yuritadi. Aynan menejerment sistemasi bo'yicha ancha qobiliyatlari bor. Servis menejeri o'laroq bunda asosan abituriyent fanlari va kichik o'quvchilarimizning ota-onalari va o'quvchilari bilan shug'ullanishadi. Fanlar bo'yicha to'liq xizmat ko'rsatadi. Kichik bolalarning ota-onalariga to'liq imkoniyat doirasida A nuqtasidan B nuqtasigacha yordam berishga maksimal harakat qiladi. Dilshoda Zoirova haqida qancha gapirsak ham shuncha kam. To'g'rimi Dilshoda? Xo'p, energetik, har doim xodimlarni ilhomlantirib, energiya bilan motivatsiya bera oladigan xodimlarimizdan. Dilshoda o'zi bizada Registonda o'qigan. Bu haqiqiy registonlik. O'zimizda o'qib, institutlarga kirib va hozir mana shu katta ta'lim maskani bir menejeri bo'lib faoliyat yurityapti. O'quvchilar bilan ishlash jarayoni qanday? Dilshoda o'zi kayfiyat qanday? Ertalabdan ish faoliyatini boshladik. Qanaqa o'zi o'quvchilar bilan ishlash jarayoni qiyinchilik tug'dirmaydimi? Yo'q, o'quvchilar bilan ishlash jarayoni zo'r. Kidslar bilan ishlash jarayoni ham zo'r. Ularning ota-onalari bilan ko'proq muloqot qilamiz asosan. Abituriyentlarning endi o'zi bilan, chunki ularning o'zi katta, o'zini fikri bor. Asosan kidslarning ota-onalari bilan ishlash qiyinroq, chunki ular o'sha oz muddatda natija olmoqchi bo'lishadi. O'shaning uchun kidslarning ota-onalari bilan ishlashga ozgina qiynalamiz. Xo'p, hozir aynan deylik mana shu kids degan joyida deylik o'quvchilar level 1 dan boshladi. Qancha vaqtda u 2-darajaga ko'tariladi o'zi? Aynan deylik, meni farzandim bor, 2-sinf. Farzandim qachon ingliz tilida erkin gaplasha oladi o'zi? Qanaqa siz ma'lumot bera olasiz ota-onaga? O'zi kids o'quvchilarimiz level 1 dan boshlashadigan bo'lsa, ularning darajalariga boshlang'ich hisoblanadi. Bir xil o'quvchilarimiz bor, ular bu yerda harflarni ham o'rganishadi. Harfni ham shu yerdan boshlashadi. Ota-onalarimiz aytishadiki, mana bolam 1,5-2 oy bo'lyapti, hali natija ko'rmayapman deyshadi. Harfni boshlagan bola natija olish sekinroq bo'ladi. Bir xil tez oladi. Ilmni bir xil sekinroq oladi. O'shaning uchun 2-2,5 oyda level 1 tugatadi. Undan keyingi levelga 2-2,5 oydan keyin o'tadi-da. O'sha natijani olgunligicha, o'sha kids o'quvchilarimizga natija olgunligicha ozgina vaqt kerak bo'ladi. Menejerimiz aynan muammolar haqida gapirishdi, chunki muammolar bilan ishlaydigan menejer. Odatda bizda bu muammolar kamdan kam uchraydi. Ota-onalar ozgina bu muammolar sabrsizligi bilan bog'layapti. Lekin xudo xolasa, men deylik 2-sinf farzandim 1 yilda yoki 1,5 yilda u erkin gaplasha oladi. Ya'ni o'zini so'zini minimal darajada ingliz tilida gapiradi. Zo'r. Xo'p, fanlar bo'yicha deylik sertifikat qancha vaqtda sertifikat oladi deb o'ylaysiz? Ya'ni deylik kimyo fani. Kimyo fanida 1 yil vaqt ketadi, chunki masalan bor kimyo murakkab hisoblanadi. Bizning ona tilimizda 2-3 oyda ham sertifikat olgan o'quvchilarimiz bor. Ustoz bemalol shuni fanlarga qarab natija qilib bera oladi. 3 oyda ham o'zi 3 oydan 6 oygacha bemalol 6 oyda to'liq sertifikatga erishadi.
Zo'r. Sertifikatlar haqida yana bugun kun davomida gaplashamiz. Sertifikat imkoniyatlari, bu fanlar bo'yicha. Yaxshi Dilshoda, sizni ishingizni qoldirmaymiz. Kayfiyat tilaymiz. Yanada shijoat bilan ishlaymiz. Faktlar juda ham ko'p Dilshoda haqida. Aynan bizning eng faol menejerlarimizdan. Bu birinchi faktisiya bo'ladi. Har doim shijoatchan. Bu ikkinchi fakt. Uchinchi fakt bu sevimli menejerga aylangan. Rahmat, ish faoliyatida yanada omad tilaymiz. Hali sizdan katta natijalar kutamiz, ko'ramiz endi. Statistikalar ham yomon emas, yaxshi harakat qilyapti. Omadingiz bersin. Charchadik, davom etaveramiz. Xo'p, va alaykum assalom. Zilola ustozanam. Xo'p, ustozimiz darsingiz adashmasam hozir boshlanib qoladi. To'g'rimi? 2 daqiqa, ustoz. Kayfiyatlar yaxshimi? Kunni yaxshi boshlab oldikmi? Xo'p, Zilola ustozimiz aynan rus tili auditoriyamizga dars beradi. Bizning eng yaxshi ustozlarimizdan. O'zi to'g'risini aytamiz, yaqinda boshlagan ish faoliyatini, lekin o'quvchilari hozir 35-40 tadan oshib qoldi. Qancha energiya bilan ishga kirish bo'lgan. Ustoz, kayfiyatlar qanday? Nimaga aynan Registon o'quv markazini tanladingiz va Registon o'quv markazi aynan mana shu filialimiz qanaqa sizda taassurot uyg'otyapti? Chunki Registon o'quv markazi rivojlanib borayotgan o'quv markazi bo'lib, men bu o'quv markaziga kirdim, чтобы ham o'qishga borib, ham bu yoqqa ishga kelib, undan tashqari ham ingliz tili va boshqa kurslarga qatnashish uchun. Zo'r. Ustoz, rus tilini deylik, noldan, mani yoshimdagi bolalar uchun noldan qancha vaqtda yaxshi o'qisam natija ola olaman? Natija rus tilida nima bilan o'lchanadi o'zi? Основной bo'lib razgovor oshirish bo'ladi. Razgovoringiz oshgandan keyin hamma narsani tushunishni boshlaysiz va u grammatika unaqa qiyin tuyulmaydi. Chunki o'zbek tili grammatikasi bilan rus tili grammatikasi o'xshash bo'lib, buni o'rganish oson bo'ladi agarda razgovorda yaxshi qilib olganingizdan keyin. Razgovorda 3-4 oyda chiqarsa bo'ladi bemalol. Zilola ustoz, qarang, rus tili o'zi maktablarda mana o'qiganmiz, qanaqadir klassik, ya'ni eskicha uslubda, faqat grammatika va o'ta qiyin bizda ingliz tilida reading deydi, matnlar bilan ishlashda qiynalamiz. Bunda xullas rus tilini qanaqadir maktabda sovutib qo'ygan. Aynan sizni darsingizni biz kuzatamiz, shoumen, ya'ni shou tarzida o'tasiz, interaktivniy o'tishda har bir bola bilan individual shug'ullanishga harakat qilasiz. O'zi rus tilini mana shunaqa o'tish kerakmi boshqa maktablarda? Qanaqa takliflaringiz bor mana shu jarayonlarda? Maktablarga ham tavsiya qilaman, чтобы ingliz tilida listening degan narsa bor. O'sha narsani rus tiliga ham qo'shsa, maktablarda listening oshgandan keyin u bolalar tushunishni boshlaydi. Qancha ko'p eshitgan sari shu rus tili razgovorlarda shuncha gapirish ham oshadi, o'zini ham tushunishi rivojlanadi. Ya'ni listening bu ingliz tilida berayotganda eshitish ko'nikmasi, tilda eshitish ko'nikmasi. Zo'r. O'sha narsalarni ham qo'shish kerak maktab programmalariga. Bo'ldi, ustoz, rahmat. Sizni darsingizni anaqa qilmaymiz. Davom etsangiz bo'laveradi, xudo xolasa. Xo'p, filiallarga, ya'ni xonalarimizga tashrif buyurishni boshlayveramiz. Aynan bu xonamiz 201-xona, odatda biologiya xonasi. Biologiya xonasini ichida hozir koreys tili darsimiz bo'lyapti. Hilola Saidova ustozimiz, o'quvchilar ertalab vaqti kamroq bo'ladi, aynan bizda. Hozir shu ustozimizni ming bor uzr. Va alaykum assalom. Hilola, yaxshimisiz? Bu yoqdan o'tib olsangiz bo'laveradi gap. Ustoz, o'quvchilar, sizlarni 2 daqiqa darsinglar bo'lib qo'yamiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Ustoz, yaxshi boshlab oldingizmi? Ertalab tongni yaxshi kayfiyat bilan boshlagansiz, zo'r. Koreys tili jarayonlari qanday ketyapti o'quvchilarda? Qiynalmayapsizmi o'zi? Yo'q, qiynalmayapman. Juda ham koreys tili fanini o'rganish juda ham qiziq. O'rgatish o'zim uchun ham qiziq. Hozir bizada tekst tarjimasi ketyapti. Doskada tekst tarjima qilindi. Yodlashga berildi. Zo'r ustoz. Koreys tili bolasi erkin koreys tilida gaplashish uchun qancha vaqt ketadi? Mana bir faktim bor, aynan ingliz tiliga nisbatan koreys tili oson deydi. Lekin mana buni ko'rsam qiynalib qo'rqib ketadi odam. Ya'ni bu yozuvlarni ko'rib haqiqatan qo'rqadi. Lekin ingliz tiliga nisbatan bolalar koreys tilida qanaqadir gapirish ko'nikmasi tez chiqar ekan. Buni siri nimada? Haqiqatan shunaqami o'zi? Koreys tilida tez gapirish ko'nikmasi chiqishi, o'zbek tilida qanaqa gap tuzilsa, masalan, ketma-ketlik qanaqa bo'lsa, koreys tilida ham so'zlarning tartibi shunaqa. Umuman o'zgarmaydi. Masalan, ingliz tilida subjectdan keyin verb ketish kerak. Lekin o'zbek tilida qanaqa gapirsak, bir tekst gapirsak, koreys tilida ham bir tekst shunaqa gapiriladi. Umuman so'z joyi o'zgarmaydi. Ya'ni o'zbek tiliga mos parallelniy tarjima qiladi, to'g'rimi? Bilmasangiz ham siz osongina koreys tilini o'rganishingiz mumkin, o'zbek tili bilan taqqoslab. Zo'r ustoz. Koreys tili o'rganamiz, menimcha, aynan koreys tili bo'yicha. Qiyin bo'lmayaptimi o'quvchilar? Koreys tili qanaqa o'zi? Jarayon qancha vaqtdan beri siz o'qiysiz? 2 oydan oshdi. 2 oydan oshdi. A daraja tugatdingmi menimcha bularda? A daraja tugatdi. Kitob tugadi. Zo'r. Qiyin bo'lmayaptimi koreys tilini o'rganish? Boshqa tilga nisbatan oson, ha? Biz ingliz tili bilan даже o'zim ingliz tilini o'rganganman. Bu osonroq ancha. Chunki ingliz tilida bilsangiz yozilgani bilan o'qilishi umuman boshqacha. Bunda faqat
просто ketadi shu. O'zi nima maqsadda koreys tilini o'rganyapsiz? Nima uchun Koreyaga koreys tili ketaman. kerak? Koreyaga ketmoqchi. Ha, Koreyaga ketmoqchisiz. Zo'r, zo'r. Xudolisi o'qishga? Ha, o'qishga va Koreya qilib ishlash. Nega aynan Hilola Saidova ustoz? Prosta yoqdi ustoz. Ustoz. O'qitishi yoqdi. Dars o'tish uslublari Ha. ancha Yaxshi. yaxshi, ha? Zo'r, zo'r. Rahmat, sizlarni darsinglar bo'lib qo'yganingiz uchun uzr so'raymiz. O'qishinglarga omad. Ustoz, uzr so'raymiz. Rahmat sizga ham charchamang. Xo'p, endi 3-etajga chiqamiz. Tillar bo'limi. Tillar bo'limida ertalabki smenada qanaqa holat bo'lyapti? Ko'ramiz. Tillar bo'limida asosan ingliz tili o'quvchilarimiz, hozir bu yerda kichik o'quvchilarimiz uchun super zonamiz. Asosan birinchi seminarda mana super zonadan foydalaniladi. Ikkinchi semina, ya'ni bitdan keyin esa podoldan foydalanishadi. Hozir birinchi seminardagi super zonada dars jarayonidan ko'rsak bo'ladi. Xo'p. Astagina bo'lib qo'yamiz. Sevara ustoz, yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Va alaykum assalom. Kayfiyat yaxshimi? Ertalabdan o'quvchilar bilan boshlab oldikmi? Ha, boshlab oldim. Bular hozir super zonaga darsdan oldin kiradimi, darsdan keyin kirishdimi? Menimcha darsdan oldin. Darsdan oldin doim kelishadi. Ba'zilari toq kunlari keladigan darslariga, juft kunlari menga supportga kelishadi. Zo'r, zo'r. Ustoz, bu super zonada aynan kichik o'quvchilar bilan shug'ullanasiz. Da, ertalab ko'pincha kids bo'ladi. Kidsda. Aynan kids auditoriyada qanday muammolar bo'lyapti siz bilan bog'liq, ya'ni o'quvchilar bilan bog'liq? Muammolarimiz yo'q. Yaxshi. Hammasi zo'r. O'quvchilarni vazifalar qilib kelishi, sizga doimiy kelishlari qanaqa? Qanday baho olasiz? 5 bahoda menimcha. 5 baho. Da. Zo'r, Zo'r, zo'r. hammasi zo'r. Hammasi yaxshi. Da. Kayfiyatlar yaxshi bugun, A'lo. xudo xolasa. Zo'r. Sevara ustozimiz hali yosh bo'lsa ham, mana sizlarga birinchi fakt aytaman. IELTS xalqaro sertifikati yetdi. Rus va o'zbekchada bemalol dars o'tiladi. Eng muhim joyi matematikadan ham milliy sertifikati bor, B+ milliy sertifikati bor va bu sertifikat orqali uni matematikadan ham bilim darajasi yuqoriligi va bu bo'yicha o'qitish ko'nikmasi mavjud. Shuning uchun matematikadan ham o'zbek, rus va ingliz tilidan o'zbek, rus gruppalarida bemalol dars o'ta oladi. Xo'p, agar iloji bo'lsa telefonni o'chirib qo'ysak, malades, rahmat. Xo'p, rahmat ustoz, charchab qolmay uzrlar, bezovta qilib qo'ydik. Xo'p, o'quvchilar qanday? Bu yerda eng yomon o'qiydigan o'quvchi bormi? Yo, hammasi yaxshi o'qiydi? Hammasi yaxshi bo'ldi ekan. Hammasi zo'r, ha? Zo'r, zo'r, zo'r. Xo'p, bular bilan suhbat qilamiz. Aynan yaxshi, aktivniy javob berganlarga bugun savollarimga to'liq aniq javob berganlik sovg'alar ham beraman. Mana sovg'alar ham olib qo'ydim. Xudo xolasa, kayfiyatlar qalay? Yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Qaysi darajadasiz? Intermediate. Malades. Kimda o'qiysiz? Mr. Murodda. Zo'r, zo'r. Elementary darajadasiz. Ismingiz? Sevinch. Qiyin bo'lmayaptimi jarayon? Yaxshi. Siz shunda intermediatemi? Elementary. Elementary daraja. Soat nechida boshlanadi darsingiz? 10da. Darsingizni ham ko'ramiz. Qanday o'qiyapsiz? Vazifalar qilib keldingizmi bugun? Supportga doimiy kelasizmi? Ha, vaqtingiz Vaqtingiz bo'lsa kelasiz. Endi doimiyga aylantirishimiz kerak, xudo xolasa. Zo'r. Bu yerda suhbat qilamiz. Kayfiyatlar qalay? Assalomu alaykum, yaxshi rahmat. Yaxshimisiz? Ha, Qiynalmayapsizmi? Yo'q. Qaysi darajadamiz? Elementary. Elementary. Kimda o'qiysiz? Murod ustozda. Mr. Murod. Sizlar Mr. Murod gruppasidamisizlar hozir? Darsinglardan oldin supportga kirasizlar, ha? Siz ham Mr. Muroddami? Zo'r. Qiyin bo'lmayaptimi? Yo'q. Xo'p, men ichidan bitta savol bersam, birinchi unitdamisizlar? Yaqin o'qiylarmi darajani? Ha. Yaqin tabriklab chiqdim, beginda tugatib keladigan. Xo'p, birinchi unit bo'lsa, birinchi unitdan savollar berishni boshlayman aka. Xo'p, success nima degani? Siz Bugun o'tildi. Hozir bir yil o'tmadinglar. bir yil o'tdik, bir bilan hal o'tgan. Uzr. Xo'p. Yana bir yaxshi savol bering. Bike nima degani bike? Velosiped. Velosiped. Zo'r. Javob berdi. Qani bu yigitdan ham savol beramiz. Qani birinchi unitmi? Birinchi unitni olamiz. O'tilgan mavzular bo'yicha qanday o'zlashtiryapti? Bu bo'yicha savol beramiz. Xo'p. Friends. Do'stlar. Zo'r. Malades. Beginnerda tugatib, endi elementary darajaga o'tgan o'quvchilar uchun bu yaxshi. Men sizlarga aynan mana ruchkada mana bu yoqni olib ko'ring. Mana bunaqa yozib bular ishlaydi. Endi sizlarga men bundan beraman. Buni katta, men bundan bo'yab ishlasanglar osonroq bo'ladi. Bu sizlarga sovg'a bo'ladi. Xo'p. Davom etamiz. Suhbatni davom etamiz. Siz bilan ham olaylik. Uzr, darsingiz bo'lib qo'ydim. Yaxshimisiz opa? Ismingiz? Assalomu alaykum. Lola. Lola opa, qaysi darajadasiz? Beginner tugatdi daringiz. Qaysi ustoz o'qiysiz? Mr. Murodda. Zo'r. Qiyin bo'lmayaptimi? Yo'q. Anaqa ishlaysiz ham, adashmasam, o'qiysiz. Yo'q, o'qish bitirganman. O'qish bitirgansiz. Ingliz tilini o'rganishda qiyinchiliklar xudo xolasa endi boshlanadi. Beginnerda tugatib elementaryga o'tdingiz, to'g'rimi? Qanaqa darajalar ko'tarilganda mavzular qiyinlashdimi?
Hozircha yo'q lekin. Hozircha qiyin. Chunki mavzular boshida takrorlanyapti. Takrorlanyapti. Siz uchun qiyinlik tug'dirmayapti. Yo'q. Nimaga aynan Registon o'quv markazini tanlagansiz? Yoqqanligi uchun desam Yoqqan. dars berishi. Aha. Nega aynan Mr. Murod dars o'tish? Vaqt shunga to'g'ri keldi. To'g'ri kelib qoldi. Uch uslublari yoqyaptimi sizga? Juda. Ma'qul kelyapti. Zo'r, zo'r. Viza taqib qo'ymayman, davom etavering. Omadinglarni bersin. Biz darsga kiramiz hozir. Bu yoqda mana Mr. Iroda ustozimizni dars jarayonlarida bostirib kiramiz qani. Assalomu alaykum. Ming bor uzr. I'm sorry. Viza taqib qo'yganimiz uchun. Iroda opa mumkin bo'lsa agar Iroda opa Imonova bizani ingliz tili, aynan General va Kids English bo'yicha mutaxassis ustoz. O'quvchilari esa, ya'ni daraja qaysi daraja ustoz? Elementrimizni tugatdik. Elementary tugatdilar. Elementary level. Bugun tugatdilar, Bugun adashmasam. tugatdik. Bugun sertifikatlarni berishimiz kerak. Wow. Intermediate o'qitishimiz kerak bo'ladi. Buni bekorga olib kelmadim man. Aynan bugun bularni yuqori natijaga erishgan o'quvchilarimizga sertifikatlar va unda o'sha keyingi darajada o'tganlik bo'yicha kitob beramiz, xudo xolasa. Ustoz, kayfiyatli yaxshimi? Juda ham yaxshi, chunki hozir bolalardan speaking olib ko'rayotgandim-da, maktablari haqida, o'quv markazi haqida fikrlarini ingliz tilida. Men juda ham alhamdulillah xursand bo'ldim. Hozirgi daraja bu hozir kichkina bolalar ko'pda bu yerda 4-5-sinflar, lekin juda ham xursand bo'ldim gapirganidan. Endi natijamizni ko'rib, o'sha bizga eng muhimi aslida. Iroda opa Imonova, qarang Iroda opa, mana bu deylik o'quvchilar hozir pre-intermediate o'tdi. Tabiiyki qiyinlashadi jarayonda. Bular qiynaladimi, qiynalmaydimi deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? Mana sizni tajribangizda aynan bu guruhni nazarda tuting. Endi bolalarning harakatiga ham bog'liq. Bolalar o'zi xohlab harakatini biz aytganimizni vaqtida qilishsa oson bo'ladi hammasi. Inson qilgan ishni inson qila oladi. Harakatga bog'liq hammasi. Sizga yana bitta savol bilan beraveraman. Aynan siz ko'proq kichik o'quvchilarga dars o'tasiz. Asosiy auditoriyasi kichik o'quvchilar. Kichik o'quvchilar bilan ishlashda ota-onalardan qanday yordam kutasiz? Ya'ni ota-onalardan nima xohlaysiz ko'proq? Qanday muammolar bor va yoki qanaqa yutuqlar bor ota-onalar bilan bog'liq jarayonda? Men o'zi juda ham nima desam, qattiqqo'l o'qituvchi bo'lolmayman-da. Bolalar bilan ishlaganim uchunmi bilmadim. O'shaning uchun ota-onalardan yordam so'rardim. Ozgina ota-ona kendi ular o'zlari bolalari yaqin, sal qattiqroq turishsa, kontrol ikkita tomondan ikki xil bo'lardi-da. Keyin men nazoratga olardim o'qishligisini va ular nazoratga olardi bo'sh vaqtida bolalar fan bilan shug'ullanish kerakligini. Chunki men faqat bular bilan 1,5 soatgina bo'la olaman-da. Shundan tashqaridagi vaqtni nazoratga olishsa, Shu eng katta yordam bo'lardi. Zo'r yordam bo'lardi o'sha yordam. Zo'r. Ustoz bo'lmasa siz darsingiz bo'lib qo'ymaymiz. Endi bo'lib ham qo'ydik. Shuning uchun hozir sertifikatlar beramiz. Sertifikatlar berishdan oldin bir ikkita o'quvchilarga men savol javob qilsam bo'ladimi? Aynan mana bu yoqda o'quvchilarimiz bor. Ismingiz Xurshida? Xurshida, qanday bo'lyapti o'qishlar? Mana shu yerda o'tirsam bo'ladimi? Qani birga o'tiramiz. Zo'r. Xo'p, Xurshida, ingliz tilida Registon o'quv markazini nima uchun tanlaganingizni gapirib berasiz? Tasodifiy bo'lyapti, tayyorgarliksiz, qisqacha lo'nda qilib qanday gapirar ekan, speaking ko'nikmasini gapiramiz. Xurshida hayajonlanmaydi, zo'r xudo xolasa. Qani? I love learning this learning center because it isn't far for me to my house, and I enjoy and relax there. I promise my teachers for to learning me, to understand me some things, and my teachers are good than my other learning centers. These learnings I enjoy this learning center because it's so good and kind. Our teachers kind and very smart. Bo'ldi. Malatsi. Men xursandman. Umuman buni yoshiga nisbatan yomon emas. Ya'ni, nechinchi sinfsiz? 6-sinf o'quvchi uchun bu ingliz tilida mana shunaqa minimal darajada gapiryapti. Xudo xolasa xato kamchiliklar ustozlar bilan to'g'rilaydi, lekin zo'r. Rahmat. Men yaxshi javob berganlarga sovg'am bor degandim. Shunga albatta biz yaxshi sovg'a berayman menga. Anaqaga, Xurshidaga deylik, Registon daftarini beramiz. Xudo xolasa qaradim daftarlarida mana olqishlab qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, mana daftarni ko'ryapsizmi? Qanaqa yozib chiqqan?
har bir so'zlarni yozgan. Men xursand bo'ldim. Xo'p, yana kim javob beradi? Kim? Daniyar keling. Hop, Daniyarni olamiz. Qalaysiz? Bitta o'g'il bolalardan ham bo'lsin. Kayfiyatli yaxshimi? Ismingiz? Daniyar, malatsi. Qiyin bo'lmadimi bu darajani o'tishga? Yo'q. Necha foiz oldi bu Daniyar? Ha, zo'r. O'tibdi, o'tish foizi yuqori o'tibdi. Zo'r, malatsi, tabriklaymiz. Xo'p, Daniyar, aynan ustozingiz haqida gapirib bering. Miss Iroda qanaqa dars o'tadi? Miss Iroda haqida ozgicha o'zingiz kichik ikki qator gapirsangiz bo'laveradi. Uyalmaysiz. Miss Iroda? Miss Iroda is very good teacher. She very good explains to me and my classmates. Zo'r, yaxshi bo'ladi. Umuman olganda bularning darajasiga mos ikki qator bo'lsa ham muhimi yaxshi gapirib olyapti. O'zi yaxshi gapiradi. Hozir kamerani oldida, meni oldimda ozgina hayajonlanyapti. Lekin unga ham sovg'amiz bor. Bu sizga aynan bo'yashlarda foydalanaverasiz, xo'pmi? Ya'ni kitoblarda bo'yashda. Malades. Xo'p, barcha o'quvchi yana bormi gapiradigan? Xohlovchilar bormi gapiradigan? Xohlovchilar. Ya, bular uyalyapti, xijolat bo'lyapti. Xudo xohlasa bo'lmasa sertifikatlab berish jarayonini boshlaymiz. Agar bugun bular darajasini oshirdi, bir elementary darajani pre-intermediate darajaga oshirdi, bularni sertifikatlar bilan taqdirlaymiz. Siz nima bo'ldi? Oldingizmi? Xo'p, anaqa sertifikat berish jarayonida tezlik bilan bitiladi. Tushuntiradimi? Ya'ni gapirish jihatimiz qisqa qilib beriladi. Xo'p. Ular yoziladi. Xo'p, kim chaqiraman? Keling, bitta hammasi o'tgan bular. Bo'ldi, bitta chaqiraveramiz. Keling, Nurbek olqishlab qo'yamiz. Necha foiz oldi Nurbek? 75. Malades Nurbek, tabriklaymiz. Bu sizni pre-intermediate darajasi o'tganligingiz va elementary tugatganligingiz sertifikat. Bitta rasmga ham tushib qo'yamiz odatda. Endi esa Miss Aziza ustozi dars jarayonlariga kiramiz. I'm sorry. Ustoz yaxshimisiz? Ming bor uzr, 2 daqiqa darsinglar bo'lib qo'yamiz. Kayfiyatlar qalay? Zo'rmi? Yaxshi o'qiyapsizlar? Bular darajasi qaysi ustoz? Level 2. Miss Aziza ustozimiz aynan Otaboyeva bularning o'quvchilari. Xo'p, Miss Aziza kayfiyati yaxshimi? Da, zo'r. Ertalabdan yaxshi dars boshlab oldikmi? Level 2 darajadagi o'quvchilar, bular qanaqa o'zi sizni qiynab qo'ymayaptimi? Yo'q, bular juda ham aktivlarda, qiziqishadi bilimga. Prям yonib turishadi o'qish uchun. Zo'r. O'shaning uchun darslarimiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Zo'r. Malades. Aziza ustoz, bu anaqa aynan bu dars o'tishda o'quvchilar lug'at yodlashda qiynalishadi. Siz qaysi metodda foydalanasiz lug'at yodlashda? O'yinlar bilan. Bilasizmi, bularga o'yinlar qiziqdi. Masalan, hozir ham so'zlarni yodlab olgandan keyin mana bu yerda ham dars o'tayotganda milni yodlashyapti-da, o'zlari chizib ko'rib, ovqatlarning nomini aytishyapti. Shunaqa qilib yodlashyapti. O'yin orqali interaktiv anaqa qilib o'rganadi. Ya'ni lug'atni o'yin orqali o'rgansa, tezroq yodlab qoladi. Zo'r. Ustoz, agar malol demasangiz, bir ikkita o'quvchilarga savol javob qilamiz. Yaxshi javob berganlarni aynan sovg'a bilan taqdirlaymiz. Bo'ladimi? Men tasodifiy aynan bilmayman kim yaxshi o'qiyapti, kim yomon o'qiyapti. Ana shu qizdan boramiz. Ana kayfiyatlar qalay? Zo'r. Ismingiz? Shukrona. Shukrona, qaysi darajadasiz? Level 2. Hop, level 2 ni yaqinda boshlashda bular. Qaysi mavzudasiz? Bugungi oldingi mavzusidan men savol javob qilaman. Oldingi mavzuni qanday o'zlashtiribdi deymiz. Hop, Shukrona, do you play sport? Men Do you play sport? Pirovat qanaqa? Play so'zi nima degan? Play. o'ynash. Hozir Shukrona men hayajonlanyapti. Zo'r. O'ynash. Yaxshi, yana bitta savol bering. Why nima degan? Why? Shukrona. Why? Cheese.
Shukrona juda hija uyatchaga. Mayli. Cheese bu aynan sir hisoblanadi. Yaxshi, zo'r. Yaxshi. No lekin mayli. Muhimi playda aytganligi uchun bunga sovg'a beramiz. Oling. Malades. Olqishlab qo'yinglar. Xo'p, kim? Jasmina. Xo'p, hozir sizga ham o'taman. Bo'ldi. Jasmina yaxshimisiz? Men Jasmina ismini bilaman. Bu anaqa Boyir Xolmirzayevning nabiralari. Boyir Xolmirzayev juda ham mashhur aktyor. Jasmina qanday bo'lyapti? Yaxshi. Yaxshimi? Qachondan beri bizda o'qiyapsiz? 8 oydan beri. Malak 8 oydan beri o'qiyapti. Xo'p, sizga ham savol beraman. Bo'ladimi Jasmina? Qanday o'qiyotganini Jasminani ko'ramiz. Yaxshi o'qiyaptimi, yomon o'qiyaptimi deb. Hop. Hi everyone nima degani? Hi everyone. Hi everyone. Привет. Ты Ha? вы Xo'p, yana davom etamiz, mayli. Xo'p, breakfast nima degani? breakfast. Breakfast. Ha? Завтракать. Завтрак. Ruscha biladi bilmasa. Yaxshi, Jasmina. Malades. Jasminaga ham sovg'amiz bor. Olqishlab qo'yamiz. Uloq natcha. Siz ham javob bermoqchimisiz? Zo'r, zo'r. Sizga ham savol beraman agar. Bugun savol javob kuni. Xo'p, I don't know nima degani? Men bilmayman. Voy, malades. Yaxshi. Xo'p, bilmayman so'zini bildi. Keyin mana bu. Keyin I help you. Keyin I help you. Men senga yordam bersam bo'ladimi? O, malades, olqishlab qo'yinglar. Bunga yaxshiroq sovg'a bering. Mana qani sovg'alarim bor. Mana, malades. Tabriklaymiz. Xo'p, yanada yaxshi o'qinglar. Qizlar aktiv bo'lamiz, xo'pmi? Xudo xolasa, sizlar yanada yaxshi o'qisanglar, keyingi darajalarda ham ingliz tilini yaxshi olib qo'ysanglar, erta kelajagingiz zo'r bo'ladi. Omadinglar bersin. Xo'p, endi 303-xonada endi ingliz tili dars jarayoni ertalabki vaqtdagi Mr. Davronni dars jarayoniga kiramiz. I'm sorry, uzr so'raymiz. Ming bor uzr. Davron, yaxshimisiz? Kayfiyatli yaxshimi? Uzr o'quvchilar, darsinglarni bo'lib qo'yamiz. Kayfiyatli yaxshimi? Ertalabdan uyquni ochib, darslarni boshlab, xudo xolasa. Davron qanaqa? Zo'rmisiz? Sog'-salomatmisiz? Zo'r. Xo'p, uyqular ochildimi? Ertalabdan hammasimiz. Bularning darajasi qanaqa darajada? Hop, bular intermediate tugallangan. Endi sertifikat uchun boshlanish tayyorgarlikdamiz, xudo xolasa. Ha, shunda IELTSga sifr sertifikat. Hozir bizda o'shanga tayyorgarlik ketyapti. Bir oy umumiy kamchiliklar ustida ishlab olamiz. Undan keyin IELTS sifrga guruhi bolalarni talabidan kelib chiqib bo'lib olamiz. Ha, zo'r. O'zi qanaqa bularning darajalari, bilim darajalari yaxshimi? Xo'p, bu bizga yangi ochilgan guruh, har xilcha daraja bilan kelishgan. Ba'zilar o'zimizda intermediate tugatishgan, ba'zilari boshqa o'quv markazlarida intermediate tugatishgan, hattoki sertifikat olgan bolalar ham bor. Endi ularni darajasidan, o'zini ehtiyojidan kelib chiqib, eng optimal variantda kursga tayyorlab beramiz. Zo'r. Mr. Davronni bugun kechgacha darsi bor. Xudo xolasa ustoz bilan yana bir 2-3 ta intervyular olib tashlaymiz. Hozir men o'quvchilar qiziq, eshikni yopib oling, shopping kelyapti tashqarida. Aynan o'quvchilar qiziq, qanaqa o'zi deb bir ikkita savollar beraman. Bo'ladimi? Sharof Rashidov bor bu yerda. Sharof Rashidov bizani ancha vaqtdan beri keladigan o'quvchilarimiz. Mana darajasi ham ko'tarib, IELTS darajasi chiqib qoldi. Men uchun 0 dan kelgan bu, kichkinalda. Sharofjon, qalaysiz? Yaxshi. Kayfiyatli yaxshimi? Qancha vaqtdan beri bizda o'qiysiz? 1 yildan ozgina. 1 yildan oshdi. Zo'r. Hamma olimpiadalarda Sharofjon birinchi o'rin oladi. Tashqi olimpiadamiz ham, ichki olimpiadalarda ham doimiy birinchi, ikkinchi o'rinni olaveradigan o'quvchilarimiz. Ingliz tili o'rganishda necha sinfsiz Sharof? 6. 6. O'zingiz tengdoshlaringizga nima maslahat berasiz? Siz ham bir maslahat bering qani. Ko'proq mehnat qilish kerak. Ko'proq mehnat, Vaqtni to'g'ri sarflash kerak. Zo'r. Ya'ni time management deyapti, vaqtni to'g'ri boshqarish. Zo'r. Yana savol javoblar qilamiz, qizlardan bitta olaylik. Xo'p, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ismingiz? Madina. Madina, bizda qancha vaqtdan beri o'qiysiz? 1 yil. 1 yildan beri. Nimaga aynan 1 yildan beri ketmasdan Registonda o'qiyapsiz? Hazillanib, o'zi Registon o'quv markazini nima maqsadda tanlagansiz? Magistraturaga kirish uchun, sertifikat olish uchun. Zo'r, sertifikat olish uchun. Qiymasi ustozlar bilan shug'ullanish. Yo'q, Zo'r. O'qish jarayonlari qanaqa ketyapti? yaxshi. Yaxshi o'zlashtiryapsiz. Hozir mana shu bakalavriat o'qiysiz, to'g'rimi? Institutda o'qiysiz. Hozir magistraturaga o'qish uchun o'qiyapsiz.
Zo'r, zo'r. Yaxshi, o'qishinglarga omad. Xudo xolasa magistraturada o'qishga kirib, 4 bilan kirishingizdan chiqmasin. Omadinglar bersin. Davron har yana gaplashamiz. Darsinglar davom ettiraveringlar. Sog' bo'linglar. Yaxshi o'qinglar. Xo'p, endi yuqori etilgan 4-etajda matematika dars jarayonlari. Asosan bu abituriyent bo'limi. Aynan hozir ertalab matematika darslari bo'ladi. Ketib ko'ramiz. Xo'p, dars jarayonlarini lavhalarda. Assalomu alaykum. Kayfiyat yaxshimi? Uyg'onamiz. Uyg'onganmizmi o'zi? Ustoz yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Nuraziz Nurmamatov bizning matematika ustozimiz. Aynan. Ustoz, kayfiyatlar qanday? Zo'r. Ertalabdan darslarni boshlab oldikmi? Menimcha dars yakuniga yetib qoldi. Bularni hozir yaqinlab qoladi. O'quvchilar qanday? O'quvchilar bilan shug'ullanish qanday? Zo'r, kayfiyatlar a'lo. Endi ertalab bo'lganligi uchun hammada kayfiyat zo'r. Halicha boshida to'g'ri uyqusirab qolgan bolalar bo'ldi. Endi kayfiyatni ko'tarib olamiz endi uyqusirab. Har doim shunaqa, ya'ni shunaqa. kayfiyatni ko'tarish uchun, aynan ertalab uyqusini olish uchun qanaqa metoddan foydalanamiz? Nima qilib? O'yin o'ynaymiz yoki nimadirlar qilamiz. Qanaqa? Matematikadan bitta qisqacha o'yin, qanaqa o'yinlar bo'lishi mumkin? Xo'p, vo, blokit. Qanaqa bo'ladi? Bizga ozgina ichini ochib beraylik. Qolganlar qanday bo'lishini darsga kelganda ko'rib olishadi hozir. Aha. Matematika endi bizada unaqa o'zimizning dasturimizda bor blokit degan, ya'ni unda matematik savollar bo'ladi va bola u savolni yechib, misol uchun bir-biriga hack qiladi, ya'ni bir-birini akkauntini buzib, anaqa qilib, ya'ni o'yinni telefonda bo'ladi u odatda. Shunaqa. Zo'r, yaxshi. Ustoz zo'r, rahmat. Xo'p, qanday o'zi o'quvchilardan bir ikkita men anaqa olsam, intervyu olsam bo'ladimi? Siz darsingiz bo'lib qo'ygan bo'laman, siz davom etavering. Xo'p, qalaysiz? Ismingiz? Va alaykum assalom. Ibrohim, kayfiyatlar yaxshimi Ibrohim? Yaxshi. Nimaga aynan Registon o'quv markazida o'qiyapsiz? Nima uchun aynan Registon o'quv markazi? Men har xil markazli o'qiyapman. Bu normalniy o'qityapti, zo'r o'qityapti. Qarang, xuddi men siz gapirishni tayyorlab qo'yganga o'xshab tuyulyapti kamerada. Men tayyorlab qo'yganman, bilasiz. Hali endi kelyapman. O'zi haqiqatdan shunaqa, rostini aytavering. Ya'ni siz menimcha boshqa o'quv markaziga borgansiz. Qaysi o'quv markaziga borgansiz? Cambridgega borganman. Boshqa Cambridge tepasidagi ITga ham borganman. Boshqa joylar ular adami yo'qmagan. Adami yo'qmagan. Sizgachi? Mana u yerda faqat o'yin o'ynatib, bolalar nimadirlar qilishadi, o'qitib berdi. Bu yerda normal yo'q. Matematika ham yaxshi, bu yerda. Zo'r. Ingliz tilingiz qanday? Ingliz tilini bitta o'qiysizmi menimcha? Zo'r. Alishermi ismingiz? Ibrohim. Ibrohim, malades. Omad o'qishingizga. Xudo xolasa yaxshi o'qing. Qiynalmayapsizmi o'zi? Yo'q. Zo'r. Kayfiyatlar qalay? Va alaykum assalom. Buzib qo'yaman darsinglarni. Hozir qaysi masalani ishlayapsiz? Oxirgi raqamni topish, B darajada. Zo'r. Hisob kitob qildingizmi buni? Javobini? Hozir endi qilaman. Qani qilingchi, qilish jarayoni qanaqa ishlayotganini ham ko'ramiz. O'zi to'g'ri ishlaydimi, noto'g'ri ishlaydimi? Zo'r. Bir qoldi qo'ygan uchun 9 bilan tugaydi. O, javobi qaysi bo'ladi shunda? D. Zo'r, malatsi, to'g'ri. Ya'ni zo'r. O'qish qiyin emasmi o'zi? Yo'q, oson. Nimaga aynan matematika ustoz Nuraziz ustoz o'qiyapsiz? Ular yaxshi tushuntiradilar, hamma mavzularni yaxshi o'rganyapman. O'rganyapsiz. O'zi nima maqsadda matematika o'qiyapsiz? Budushi ishlarimga yaxshi maktabda yaxshi o'qish. Yaxshi o'qishingiz uchun. Omad, Xudo xolasa yaxshi o'qing. Rahmat kattakon. Muammosiz keyingi masalalarni o'qing. Hozir bu A daraja, B daraja, C daraja bor. B daraja ishlayotgan ekan. Zo'r, malades, omadingiz bersin. Yaxshi o'qinglar. Men Nuraziz ustoz, charchamaysiz, hali yana gaplashamiz. Omadinglarni bersin. Uzr darsinglar bo'lib qo'ydik. Xo'p, 4-xona odat koreys tili xonasi, lekin hozir ayni vaqtda Mr. Murodni ingliz tili darslari bo'lyapti. Hozir dars lavhalarini ko'ramiz. Qanaqa? Eshitmasam darajasi. I'm sorry. Sizlarni ming bor uzr darsinglar bo'lib qo'yamiz. Xo'p, kayfiyatlar yaxshimi? Sog'liqlar yaxshimi? Mr. Murod, charchab qo'yapsizmi? Va alaykum assalom. Qanaqasiz? Yaxshi. O'qishlar yaxshi bo'lishlar ordinglarmi? Ertalabdan. Xo'p, bilan darajasi qanaqa ustoz? Bilan darajasi hozir elementaryga o'tishdi. Elementaryga o'tishdi. Yaqinda o'tishdi? Yaqinda, ikkinchi dars. Zo'r. Xo'p, elementary darajani olib ketish qanday bo'lyapti hozir? Hozircha yaxshi. Olib ketish yaxshi, xudoga shukr. Mavzular qiyinlashgan sari ozgina qiynalishadi. Shunaqa, sekin-sekin endi bu yog'iga. Bular ingliz tilini yaxshi, yanada yaxshi o'rganish uchun, ayniqsa deylik, speaking ko'nikmasi rivojlanish uchun nima taklif qila olasiz endi bularga, ya'ni yoki shu kamera ortidagi o'quvchilarga? Xo'sh, o'zi ikkita narsa asosiy hisoblanadi. Birinchisi grammatika va ikkinchisi albatta so'z yodlash. Bu ikkalasiz menimcha hech qaysi tilni o'rganib oling. Buni har doim o'quvchilarga aytaman. Yaxshi. Bularda eng yaxshi o'qiydigan va eng yomon o'qiydigan o'quvchilar bormi? Yo'q, hammasi bir tekis yaxshi. Bir tekis yaxshi.
Yaxshi ustoz, charchamaymiz. Har kechgacha menimcha darslaringiz bor. O'shalarda ham kirib, mana intervyular olaveramiz. Bu o'quvchilar mana bu ko'rsatib qo'ysanglar bo'ladi. Sig'ishmasa ham o'tiribdi xonasida. Xo'p, ular darajasi asta-asta ko'tariladi. Sizlarga omad, yaxshi o'qinglar, IELTS darajagacha chiqib, xudo xolasa ustozinglardek yuqori natija ko'rsatinglar. Mr. Murod IELTS xalqaro sertifikati 7.5 hamda o'zbek va rus gruppalarida bemalol dars o'tadigan eng kuchli ustozlarimizdan biri. Ustoz, charchamaymiz. Darsinglar bo'lib qo'ygan bo'lsa, kuzatib so'raymiz. Можете мне тоже дать вопросы? Hozir boshladikmi? Xo'p, suhbatlarimiz, ya'ni intervyularimiz davom etadi. Hozir ota-onalardan ham suhbat olamiz. Xo'p, yaxshimisiz, xola? Sog' salomatmisiz? Assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizmi? Assalomu alaykum. Alaykum. Kutib charchamayapsizmi? Eng muhimi. Yo'q. Men juda ham o'zi o'qishni yaxshi ko'raman. Bolalarni nima O'zbekiston o'quv markazida tanladilaringiz? Endi yutuqlari ko'p ekan. Shuning uchun ustozlari ham jam yaxshi, menga yoqdi. Shuning uchun ham olib keldim navaramni. Ikkitasi o'qiyapti, Xudoga shukr. Ikkita fandan qatnashyapti. O'qib charchamayman, poylab charchamayman. Ilohim hammanglarni omadinglarni bersin. Rahmat. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hech ham kasal bo'lmanglar. Bolalarga bilim berishda charchamanglar. Bundan ham martabanglar ulug' davlatingiz ziyoda bo'lsin. Hammanglarni omadinglarni bersin ilohim. Hammanglarga omad tilayman. Rahmat. Qatorida bolalarimga ham omad tilayman. Shunday bo'lsin. Xudo xolasa mana shu nabiralarim yaxshi o'qib bizada Xudo xolasa eng yaxshi natijalar o'zingiz xohlaganda nabiralari aynan prezident maktablari va ixtisoslashgan maktab, ya'ni Al-Xorazm maktablariga tayyorgarlik ko'ryapti. Xudo xolasa o'sha o'qishlarga ham kirib, nasib bo'lsa kirgandan keyin ham alohida mana shunaqa duolar qilib berish nasib bo'lsa inshaalloh. Mayli, rahmat. Xolajon charchamang. Haqiqatdan kutishdan hech qachon charchamaysiz. Sog' bo'ling. Yana biz davom etaveramiz xudo xolasa. Xo'p, hozir biz mana intervyular olyapmiz, o'quvchilardan savol javob qilib, qanaqa o'qiyapti deb bir o'quvchimiz mendan ham savol bering, mendan ham javob bering deb juda bir yaxshi harakat qilyapti. Siz ham savol javob qilamizmi? Bo'ldi, qani boshlaymiz. Xo'p, ismingiz? Salomova Basira. Basira, malati. Basira yaqinroq kelavering, Basira. Keling. Sizni qanday yaxshi o'qiyotganingizni ko'ramiz. Xo'p, Basira breyt nima degani? Что? Breyt. Брейд? Хлеб. Xleb. Xo'p. Mana buni переводini qilingchi mana. We make this drink from orange. Переводы? Make the drink of Biz. мы make the drink from страна Orange nima degani? вот этот orange апельсин. Malatsi, yaxshi o'qing. Xudo xolasa omadingiz bersin Basira. Xudo xolasa bu level 2, level 2 darajani ham tugatib, keyingi yuqori darajani ko'tariling. Omadingiz bersin, yaxshi o'qing, xo'pmi? Malatsi. Xo'p, bo'ldi. Endi aynan registonliklarni tanishtirish jarayonida davom etaveramiz. Yana bu yerda registonlik bor, faqat ustoz emas, yoki o'quvchi emas, yoki menejer emas, oshpaz opamiz, aynan oshxonamizda registonlik ixtisoslarimiz, xodimlarimiz qanaqa taomlanadi, qayerda ovqatlanadi, tushligi qanaqa bo'ladi va bugun qanday ovqatligini ham bugun xudo xolasa ko'ramiz. Mumkinmi Nargiz opa? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Sog' salomatmisiz? Qanaqasiz kayfiyatlar, yaxshimi? Bugun xayrli boshlab oldingizmi? Nima ovqat xudo xolasa obedda bugun mazza qilib neymiz? Boshqo'rda. Zo'r. Baraka toping. Qaranglar, vau. Faizda bu qanaqadir oshxonamizda faiz, baraka bor desa bo'ladi. Nimaga? Qarang, hamma narsa toza. Obedga уже tayyorgarlik ko'rilyapti. Qarang, gullargacha erinmasdan parvarish qilinadi. Bu gullar hammasi tabiiy. Chotki, mana bular qaranglar qanaqa. Dahshatda mazza qilib bu yerda mana bunaqalar salatlarni ham mazza qilib mana shunaqa yeyveramizda, xudo xolasa. Zo'r. Men hozir xafa bo'lmaysiz. Boyaga bizlar ko'rsatuv tashkillashtiryapmiz. Shuning uchun tozaligi qanaqa o'zi deb kiryapmiz. Tozalaklar ko'ramiz, qanday. Mana toza hamma yoq. Chotki, mana bu yoqda ham. Hamma narsa yaxshi. Qani?
Bu yoqda ko'rmaydi, bu yerda musor saqlayman. Mana. O, zo'r. Nargiz opa, Registonlik xodimlarda ovqat qilishda baribir mana shuncha qozon ovqat qilyapsiz. Ozgina charchash hissiyoti bo'lishi mumkin-da. Shunda nima bilan yengasiz? Aynan charcha. Bizlar bilan. Yoshlar bilan. Ana Registon jamoasi bilan ishlashdan qanaqa bag'oyat xursandmisiz yo aksimi? Judayam. Xo'p, bir rubrikamiz bor, savol-javobimiz bor. Aynan bizni xodimlar ko'proq choyni iste'mol qiladimi, qahvami, ya'ni kofeni? Ko'proq nimaga ishtiyoqmand bular? Suvga, ko'proq ko'lir suvimizga. Xo'p, ko'proq nima ovqatingizni, mana shu ovqat endi hamma ovqatingiz zo'r, haqiqatdan ko'z tegmasin. Ko'proq qaysi ovqatingizni talab qiluvchilar qanaqa sizda? Aynan osh, ha? Haqiqatdan men har payshanba yeymiz biz oshni. Payshanba kuni oshni lazr oshlarda, lazr guruchlarda qilinadi. Go'shtlari ham ayamasdan solishadi, mazza qilib yeymiz. Baraka toping Nargiz opa, ishingizda, faoliyatingizda omad tilaymiz. Shirin taomlarni qilishda davom etavering. Biz hali yana sizdan zo'r shirin ovqatlar kutib qolamiz. Mana xolodilnikni ham tozaligini ko'ring mana. O, qarang. Kimchilar ham bor. Kimchi deydi koreyada buni. Bizda karam salat deydi. Ha, o, mana salatlarning eng qizig'i bir magazindan olib kelmaydi opani o'zi. O'zi qo'lda qiladi. Hamma narsasi joy-joyida. Chotki. Zo'r opa, ishingizga omad. Bugun xudo xolasa obed nechi deymiz? Nechida chiqaveramiz? Pishda. Bo'ldi, xudo xolasa yaqin orada chiqaveramiz. Charchamang, sog' bo'ling, xo'p. Davom etamiz biz. Xo'p, biz davom etamiz. Aynan hozir markazda, ya'ni umuman Yunusobod tumanida sil ko'chib qoldi, lekin shunday bo'lsa ham dars jarayonlarini lavhasini ko'raveramiz. Mingboz uzr. Assalomu alaykum. Uzr so'raymiz ustoz. Darsingizni bo'lib qo'ydik. Zilola ustoz charchab qolmayapsizmi? Yo'q, rahmat. Svit o'chdi, lekin shunday bo'lsa ham dars davom etyapti. Yorug'lik yaxshi? Yaxshi. Qiynalmayapsizlarmi o'zi? Yo'q. Yaxshi o'tyaptimi? Zilola ustoz qanaqa o'zi darslari? Yaxshimi? Ustoz qanaqa o'zi? Bu qaysi daraja gruppasi? Bu A1 darajasi. Hozir biz прошедшее время gлагol o'tyapmiz, ya'ni fe'lning o'tgan zamoni. O'g'il bolaga nisbatan qanday aytiladi, qiz bolaga nisbatan qanday aytiladi? Ya'ni o'tgan zamonda o'g'il bolaga nisbatan delal deb aytiladi, chunki bu o'g'il bola. Qiz bolaga nisbatan delala deb aytiladi. Ko'plikka, ya'ni мы, вы, они, biz, siz ularga nisbatan delali deb aytiladi. Shuni hozir tushuntirayotgan edim. Делать so'zini o'zi qilmoq. Qilmoq, bajarmoq shu narsa. Muhimi o'tgan zamonda aytilishi, ya'ni fe'l. Fe'lni o'tgan zamonda o'g'il bola qanaqa ya'ni aytadi, qiz bola past simple-da ingliz. Xo'p, ya'ni o'tgan o'tgan zamon o'tayotgan ekansiz, qiynalmayapsizmi o'zi? yo'q. Rus tili osonroq nisbatan ancha. Moslashib qoldinglarmi? Xo'p, bir ikkita savol javob qilsam, bularda. Bo'ldi, bemalol. Qani rus tilini qanday o'rganayotganini ko'ramiz. Qalaysiz? Kayfiyat yaxshimi? Ismingiz? Hadicha. Mana bu yoqda qarab turamiz. Hadicha, kameraga qaraymiz. Hadicha, qancha vaqtdan beri Registonda o'qiyapsiz? 4 oy bo'ladi. 4 oydan bo'ladi. Men Registonni yaxshi ko'raman deb ruschada aytib beringchi. Я люблю Регистон. O, ustoz haqida ikki qator gapirib bera olasiz? Ustoz qanaqa o'qituvchi o'zi? Ustozimiz yaxshilar, mehribonlar. Ana endi eng ruschada aytamiz. Учительница хорошая. Нормальная. Zo'r. Отличная. Отличная. O, молодцы. Olqishlab qo'yamiz. Sovg'asi bor edi, hozir olib kelyapman, sovg'asini berib yuboraman, xo'pmi? Yaxshi javob bergansiz. Kim javob beradi? Siz javob berasiz. Qalaysiz? Mayli. Kayfiyat yaxshimi? Yaxshi. Qachondan beri Registonda o'qiyapsiz? 1 oycha bo'ladi. 1 oycha bo'ldi. Nimaga aynan Registon tanladik? Yaxshi, ta'limlari yaxshi, sharoiti yaxshi. Zilola ustozga ko'nikyapsizmi? Ha, yaxshi. Qiynalmayapsizmi? Qachon xudo xolasa Putinni sayraymiz? O'rganyapmizmi? Yaxshi, omadinglar bersin. Xudo xolasa yaxshi o'qinglar. Sizlardan kamida C1 sertifikatlar olib, bular bizlar o'zimiz sertifikat beramiz. Xudo xolasa yaxshi tamomlaganda Putinni sayrashni va'da qilamiz, xo'pmi? Yaxshi gapiradigan darajaga chiqamiz. Omad, uzr darsingiz bo'lgan, davom etsangiz bo'laveradi. Xo'p, charchamaydi. Xo'p, yana biz davom etamiz. Ayni ikkinchi qismga keldik. Kunning ikkinchi qismi bu soat 2 dan keyin eng asosiy o'qishimizdagi jarayonlar boshlanadi. Aktivniy jarayon mana 2 dan to 6-8 gacha oralig'ida ketadi. Qani, birma-bir darslarga kiraveramiz. Xudo xolasa, bu yoqda 202-xonada Azbek ustozimiz dars bo'ladi. Ya'ni jarayonni ko'ramiz. Ming bor uzr, ustoz.
Uzr o'quvchilar, kayfiyatlar yaxshimi? Yo'q, yo'q, men taqvolur, hech qizim jonli chiqadi shunaqa. Jonli chiqadi. Azmi qaraysiz? Yaxshi. Charchab qolmayapsizmi? Bezovta qilmadikmi? 2 daqiqa darsinglar buzib qo'yamiz. Bezovta qilib bo'ldingiz o'zi. Xo'p, Azmi bular qarab turibman, hattoki sig'ishmayapti ham. Sig'ishmayapti, xonamiz. Bunchalik talab yuqori darajada bo'ladigan o'qituvchi bo'lish uchun qanaqa mehnat qilish kerak, qanaqa samara ko'rsatish kerak va necha yil mana shunaqa registrda xizmat qilish kerak? Vaqtda kelish kerak, vaqtda kelish kerak. Ana, birinchisi. ya'ni intizom haqida gap ketyapti. Ikkinchisi shu o'zingizda borni iloji boricha berishga harakat qilishimiz kerak. Zo'r. Azbek Babay bizning eng tajribali ustozimiz. 8-9 yildan beri shu yerda faoliyat yuritadi. Ancha kuchli o'qituvchilardan. O'quvchilar shuning uchun yaxshi natijalar qiladi. O'tgan yil adashmasam milliy sertifikatdan 100% o'quvchingiz aynan sertifikat olgan. Bu katta rezultat. Bu asosiy faktlardan biri Azbekda va bizning eng ishongan ustozlarimiz, eng yaxshi ko'rgan sevimli ustozga aylangan, to'g'rimi? Xo'p, bular rus auditoriya, adashmasam odatda rus o'quvchilarga dars o'tamiz. Shuning uchun meni gaplarimni ko'pchilik tushunmayapti bular. Ya'ni tushunadi o'zbekga. Bir ikkita savol bersam bular orasida bo'ladimi? Eng yaxshilaridan savol beraman. O'zbekcha yaxshi gaplasha oladigan bormi? Men siz bilan zo'r. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Xo'p, ismingiz? Jaloliddin. Jaloliddin qachondan beri bu yerda o'qiyapsiz hozir? 1 oycha bo'ldi. 1 oycha bo'ldi. 1 oy davomida nimalarga erishdingiz? Oldin qanaqa edingiz, hozir qanaqa? O'zgarishlar bormi? Ancha ko'p narsa o'rgandim men. Xo'p, tavsiya qilasizmi boshqa o'rtoqlarga? Mana olib keldim. Aynan tavsiya qilgani uchun bugun, adashmasam bugun keldi. Bugun keldingizmi? Ismingiz kim edi? Iskandar. Bugun hozir o'rtog'ini olib keldi. Bu juda ham zo'r. Azbek Babayevdan ko'nglingiz to'lyapti, to'g'rimi? Qayerga xudo xolasa institutga kirishmi reja? Omadinglar bersin, xudo xolasa o'qishlarga kirib yuzinglar yorug' bo'lsin. Biz bo'lmasa yana davom etaveramiz. Azbek uzr so'raymiz. Davom etaveramiz. Bizani ishongan menejerimiz Bekzodxon, Bekzod Isroilov, akademik servis menejerimiz. Aynan Bekzod ingliz tili bo'yicha, ya'ni General English, IELTS leveldagi o'quvchilarimizni ga mas'ul asosan. To'g'rimi Bekzod? Ya'ni bu mas'uliyat va imtihon bo'limlariga, to'g'rimi? Bu mas'uliyatli jarayonda qanday harakatlarni amalga oshiryapmiz? Demak, bizda asosan ota-onalar shu farzandini oliy ta'lim muassasasi, yetaklik ixtisoslashtirilgan maktablarga kirish uchun maqsadli olib kelishadi. Biz ularga yo'l-yo'riq ko'rsatamiz va doimiy ular maxsus o'quv dasturida ustozlar haftalik testlar, oylik imtihonlar, mock imtihonlar o'tkazishadi va biz vazifamiz ularni ustozlar qanday o'tyaptilar, o'quvchilar qanday natija ko'rsatyapti va ota-onalar bilan ko'prik vazifasini o'tash bo'ladi. Bizning vazifamiz, ya'ni menejerlar, meni vazifam, ustozlarning vazifasi. Va hozirda yana ham rivojlanishga harakat qilyapmiz. Shu nimada? Aynan asosni gapiramiz endi. Siz ingliz tilini bilasiz va o'quvchilarning ingliz tilini bilishi uchun yordam beryapsiz, to'g'rimi? Qanday o'quvchilar hozirgi kunda muammolarga uchrayapti ingliz tilida va bu muammolarni yechish uchun qanaqa yo'llar ketyapti? Bizga ba'zi o'quvchilar kelishadi, tezroq o'sha sertifikat yetaklik darajaga ega bo'lishni xohlashadi. Bizdan yuqoriroq gruppani qo'yib berishimizni so'rashadi. Lekin biz ularga to'g'ri tushuntiramiz. Siz darajangiz pastroq va qanchalik foundation qismi ingliz tilini mustahkam bo'lsa, keyin IELTS darajaga yetib borganingizda bu muddat qisqaradi. Agar biz ularni yuqori darajaga olib qo'yib qo'ysak, bu muddat yana ham cho'zilib ketadi va biz buni holatni xohlamaymiz. Shu asosan aksariyat. Bu natijaga menimcha ta'sir qiladi. Albatta. Zo'r. Bekzod, malades, charchamang. Bekzod rus auditoriyamizga mas'ul menejer, ya'ni asosan deylik rus o'quvchilarni yuqorida kirdik, Azbek Babayevni o'quvchilarga yoki boshqa ingliz tilidagi o'qiyotgan rus gruppalarimizga to'liq Bekzodxon mas'ul bo'ladi. Charchamaymiz, jangchi, omadinglar bersin, davom etaveramiz. O'tiravering, bemalol ish qilavering. Bu yerda moliya bo'limiga kiramiz hozir. Moliya bo'limini ham biz anaqa qilib berishimiz kerak, yoritib berishimiz kerak. Bu bizani kamtarona moliya bo'limi. Xo'p, Abdulloh, ming bor uzr, sizni ish vaqtingizda bo'lib qo'yapmiz. Qanaqa bo'lyapti? To'lov olish juda qiyin, bilaman. Xalqdan to'lov olish, ya'ni qanaqa ma'noda o'quvchilardan ota-onalarga to'lov bo'yicha to'lov qiling deb telefon qilamiz. Qandaydir yomon ko'rinadi. Asosan menejerlar, "Assalomu alaykum, farzandingiz yaxshi o'qiyapti yoki yomon o'qiyapti" deb ma'lumot bersa, u boshqacha qabul qiladi. Lekin to'lov qabul qilib qo'ying desa, ota-ona o'qitolma deb degan holatlar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin, lekin biz oddiy qabul qilamiz bu narsani. Ota-onalarga yaxshi tushuntirishga harakat qilib, moliya menejeri bo'lsam, moliyachiman, moliya menejeriman deb aytsam ota-onalarga, shu aytganingizdek shunday qabul qilishadi.
Lekin men sразу telefon qilganda pul masalasi bo'yicha aytmayman. Xalqdan birinchi hol so'rab, yaxshi gaplashib, farzandlaringizni o'qishlari qanaqa deb so'rayman. Keyin esa pul anaqasiga o'tamiz. Pulni so'rayman keyin. Zo'r. Abdulloh, aynan mana shu to'lovlar masalasida bu ustoz haqqi yotibdi-da. Ya'ni ustoz ya'ni oyligi bizda to'g'risini ochiq aytaman, o'quvchilarni to'layotgan summasi bilan bog'liq. Va bu jarayonda ayrim ota-onalar to'lamasdan ketadi. To'g'rimi? Ya'ni misol uchun deylik, bir necha oy to'lamaydi yoki o'qishda qandaydir muammoli vaziyatlar bo'ladi. Ya'ni bu muammo haqida gaplashyapmiz. Mana shunaqa muammoli vaziyatlarda qanaqa o'zimizni stressli, yomon holatga tushamiz-da. Qanday chiqib ketamiz shu holatdan? Menda misol uchun o'zi ko'pchilik ota-onalar ma'rifaga bilsangiz, to'lab ketishga harakat qiladi. Hech kim o'zidan o'zi ketib qolmaydi. Endi ba'zi vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin, muammolar yoki pul tarafdan bo'lib qolishi mumkin. Keyinchalik shunaqa vaziyatlarda bera olmay qolishadi. Endi biz to'g'ri tushunamiz buni, to'g'ri qabul qilib, to'g'ri yondashamiz shu ota-onaning o'zi bilan tushuntiramiz. Mana bu siz to'liq o'qisangiz, mana o'qituvchilikka tushadi, menejerlikka tushadi, bizning markazimizga tushadi deb ularga to'g'ri tushuntirib, muddatlarni bilib, keyin o'shanga qarab belgilab qo'yib, shu muddatda yana telefon qilib bitta bog'lanib, ota-onalar bilan pulni harakat qilib olamiz. Zo'r. Aynan tanaqa bizda hozir to'g'ri moliya haqida gaplashyapmiz. Bu albatta to'lovlar bilan, pul bilan bog'liq. Lekin maqsad missiya bizda pul topish emasda. Ya'ni asosiy missiyamiz ko'proq o'quvchilarga ta'lim berish. Doimiy shu narsaga qaraymiz va shuni ortidan ozroq Alloh bizga rizq, baraka beradi. Kitoblarni ko'ryapman bu yerda. Kitoblar mana shu yerda beriladi bizda. Mana e'tibor qarasak, mana shu yerda o'quvchilarimiz kitoblarni oladi. Aynan bu kitoblar o'quvchilarimiz uchun bepul taqdim etiladi. Bepul, to'lovning ichida bo'ladi. To'lovning ichida bo'ladi. To'lovning ichida bemalol olish imkoniyati bo'ladi. Yaxshi, Abdulloh nafaqat bizani o'sha moliyaviy masalada, balki xo'jalik masalalarimizda ham o'sha hatto printerda ranglarni almashtirish jarayonlari, uni rangini to'g'irlash, printer jarayonlarining hali ranglarini ko'rsatiladi, qanaqadir lavhalar. Bu yaxshi, zo'r charchamaymiz. Ma'lumotga sog' bo'ling. Quvvat tilaymiz. Yaxshi to'lovlar bor. Nega qo'ymayapsiz? Men qo'ldan yig'ishib qo'yarman ozgina. Mayli. Tabiiy chiqsin deb aytib qo'ymadim. Xudo xolasa charchamaylar, xo'p. Xo'p, bu yerda qanaqa dars bor ekan, shuni ko'ramiz hozir. I'm sorry. Voy, mani kichkina toylarim, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Qalaysizlar? Yaxshimisiz? O'tiring. Kayfiyatli yaxshimi? Uzr, mehring ustoz, sog' salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ydik. Sizni darsingizni bo'lib qo'ydik. Bular qaysi darajada ustoz? Level yaqinda boshlangan, kech darajada, endi ochilgan guruh ekan hali. Yangi adashmasam. Zo'r. Ustoz qanday bo'lyapti? Charchab qolgansizmi? Mehring ustoz, bu IELTS darajasi xalqaro sertifikat 7, birinchi fakt va asosiy faktlardan darsi uslubi umuman o'zgacha va rus auditoriyalarga bemalol erkin o'tadi. Asosan rus auditoriyada. Ustoz charchab qolmayapsizmi? Yo'q. Kichkina bolalar bilan ishlash osonmi, katta bolalar bilan? To'g'risini ayting. Rostini aytadigan bo'lsam, kichkina bolalar bilan ishlash qiziqarliroq, maroqliroq, sababi bularga mavzularni o'tib, bular bilan o'yin kulgu qiziqarliroq tuyuladi. Katta bolalar bilan bo'lsa, sal seriyozroq bo'lib, katta mavzularni o'tishimizga to'g'ri keladi. Zo'r. Mehring ustoz, menda bitta tak anaqa bor-da, ya'ni qanaqadir xayol, o'y deydimi, shunaqa narsaga kelganman. Ko'pchilik ustozlarimiz kichik bolalarga o'tishda qiynaladi. Ya'ni qiynalishi endi bilmam vaziyatlar kichik bolalarga dars o'tish navbaro qiyin tug'diradi deydi, kattalarni oladi, ilm olish osonroq. Sizda esa aksi ekan, to'g'rimi? Zo'r. Ustoz charchamaymiz. Men bir ikkita savol beraman. Shu oramizda yaxshi javob berganlik sovg'am bor, xudo xolasa. Xo'p. What is your name? My name is Gulnar. Молодцы. Hali yangi bo'lgancha oson savol beramiz. Hello nima degani? Hello nima degani? Привет. Rus ko'p-a bular? Zo'r. Play nima degani? Play ham o'tmadinglar? O'tdinglar. Xo'p, new nima degani? New. Новый. Молодцы. Old. Старый. Zo'r. Молодец. Yaxshi o'qinglar, xudo xolasa yanada. Sizlarni level 1 dan tugatib level 2, level 3, xudo xolasa beginner, elementary shunaqa darajalarga ko'tarilib, yaxshi IELTS darajalariga erishinglar. Xo'pmi? Ingliz tilini yaxshi o'qib kelganinglarda o'zingizlar haqida xudo xolasa zo'r gapirib berasizlar. Kelishdikmi? Xo'p, omadinglar bo'lsin, yaxshi o'qinglar. Goodbye. Bye. Mana apitagi smenadagi endi Mr. Murodning darsini ko'ramiz, ikkinchi gruppalari. I'm sorry, ming bor uzr so'raymiz. Darsingiz bo'lib qo'ydim shu joyda. Zo'r. Simple tushuntiryaptimidik? Xo'p, qanday bo'lyapti Murod? Yana davom ettiramiz. Xudo xolasa. Endi o'quvchilaringizdan olsam bo'ladimi? Xo'p, tasodifiy tashrif nimaga turdik? Nimaga turganmiz?
Aha. Vazifada qilmay kelganga turg'izmadingizmi deb o'ylabman-da. Qanaysizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Xo'p, charchab qolmayapsizlarmi? Xo'p, yaxshi o'qiyapsizlarmi o'zi? O'qish qanaqa? Qiyin emasmi? Qachondan beri ingliz tilini o'qiyapsiz? O'tiravering. Yaqindan beri. Necha oy bo'ldi? Necha kun bo'ldi? 2 oycha. 2 oycha bo'lib qoldi. Qaysi darajadamiz hozir? Orada sal kelmay qoldim o'shanga. Tanaffus bo'lib qoldi. Kelmasligingiz o'zingizga minusga olib keldimi? Qanaqasiga minusga olib keldi? Vaqtdan, to'g'rimi? Ya'ni o'zlashtirishdan, to'g'rimi? Yaxshi. Zo'r. Qaraysiz? Mani shogirdimning ukasi, ha? To'g'rimi? Xo'p, o'qish qanaqa bo'lyapti? Qiynalmayapsizmi? Ingliz tili osonmi, matematika osonmi? Ingliz tili oson. Ingliz tili osonroq, ha? Nimaga aynan Mr. Murod? Ustoz yaxshiroq. Anonimalarda tushuntirsalar ham hech qachon nima edi, erinmaydi, tushuntirishdan hech qachon erinmaydi. Tushuntirishdan erinmaydi. Sekin tushuntiradi ham esimizda yaxshi bo'lib ketadi. Zo'r. Yaxshi. Omadingiz bersin. Qizlardan bitta intervyu olaylik. Qaysi darajadamiz? Elementary. Xo'p, qanaqa bo'ldi? Beginner tugatgan bu guruhmi? Yaqin o'tdi elementaryni. Bir hafta bo'lmadi. Tugatgandan keyin elementaryni olib qolish qanday bo'lyapti? Qiynalmayapmizmi? O'zlashtirish oson bo'lyapti. Nimaga aynan Registon tanlading? Yoqdimi? Nimasi o'qiyapti? Ustozlarimi, o'quvchilar, kitoblarimi aynan? Hammasi. Markazimiz o'qiyapti. O'qishingizga omad. Xudo xolasa yaxshi o'qinglar. Sizlardan katta xudo xolasa IELTS instruktorlari, IELTS bo'yicha mutaxassislar chiqadi. Xo'pmi? Kamida 8 olishimiz kerak. Murod, keyingi guruhda ko'rishguncha charchamaymiz, xo'p. Endi bunga kiramiz, ya'ni Mr. Davron. Davron, uzr so'raymiz. Bezovta qilib qo'ydik. Kayfiyatlar yaxshimi? Yana bir bor va alaykum assalom. Sog' salomatmisizlar? Yaxshi o'qiyapsizlarmi? Darsinglarni buzib qo'ydik. Qaysi daraja, Davron? Intermediate darajada. Xudo xolasa sifir yoki IELTS ga harakat bu yog'i, osqoqda. Sifirmi yo IELTS bu hal tanlanyaptimi yoki? Endi talabidan kelib chiqib bo'linadi, tanlanadi. Aniq vaqti aniq bo'ladi. O'sha test natijasidan kelib chiqib, shu hafta oxirida test olamiz. Testdagi natijasidan kelib chiqib, keyin o'zlarini yoshidan, keyin ehtiyojidan kelib chiqib guruhga bo'laveramiz. Zo'r. Mr. Davron bizlar IELTS va sifir instruktor hisoblanadi. Asosiy IELTS o'qituvchilarimizdan. Davron IELTS da yuqori natija olish uchun eng muhim 5 ta tavsiya bering. 5 ta tavsiya. Birinchisi ketdi. Tasodifiy tayyorgarlik ko'rgani yo'q hali. Eng birinchisi consistency, ya'ni barqaror bo'lish kerak. General Englishdan boshlab IELTS gacha bo'lgan har bir o'quvchimga beradigan maslahat bu to'xtatmasdan va tushkunlikka tushmasdan, yaxshi bal bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham davom etaverish kerak. Ikkinchisi, odam o'zi self study qilish kerak. Qanaqa zo'r o'qituvchida o'qishdan qat'iy nazar, qanaqa o'quv markazida o'qishdan qat'iy nazar self study bo'lmasa natija bo'lmaydi. Uchinchisi lug'at, ya'ni har qanaqa til o'rganayotganda men vocabulary'ni, ya'ni so'z boyligini birinchi o'rinda deb bilaman. Lug'at yodlamasdan turib yuqori natijalarga erishib bo'lmaydi. To'rtinchisi, ustozlarni aytganiga amal qilish kerak va albatta roziligini olish kerak. Ustozlarni hamma o'rgatgan narsalarni o'rgansa bolada yaxshi natija bo'lishi aniq. Beshinchisi, albatta ota-onasini doimiy ravishda qo'llab-quvvatlashi va ulardan oladigan duolari bolani har qanaqa testda menimcha muvaffaqiyatga asosiy kalt bo'ladi deb hisoblayman. Zo'r. Davron shuni aytdiki, faqat IELTS emas, ya'ni aytmoqchi boshqa ilmlarda ham mana shu 5 ta ko'nikmani shakllantirsa, bemalol muammosiz muvaffaqiyatga erishish mumkin bo'ladi. Zo'r. Rahmat Davron. O'quvchilarimizdan bir intervyu olaman. Qani, ularning bilim darajasini ko'ramiz. Imtihon qilamiz. O'zi imtihonlar har kun topshiradi. Qalaysiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Xo'p, ismingiz? Zahro. Qachondan beri Registonda o'qiyapsiz? 1,5 oy bo'ldi. 1,5 oy. Hali yaqinda boshladik. Qanday Registon siz uchun? Yaxshimi? Qiynalmayapsizmi? Yo'q. Nima uchun aynan Registon o'quv markazi? Shu hamma yaxshi deganga keyin keldim. Yaxshi ekan. Yaxshi o'qiyaptimi o'zi? Zo'r. Intervyular davom ettiramiz. Mana bu yoqda bizning 271 maktabda, oiz 270 ishlarda. Zo'r. Gulnoz opa. Eng yaxshi hamkorlarimizdan zam direktorning qizi. Xo'p, qalaysiz, kayfiyat yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Nimaga aynan Mr. Davronni darsini tanladingiz va Mr. Davron darsini o'qiyapsiz? Mani levelim intermediate bo'lganiga shuna anaqa tavsiya berishdi, o'shanga kelib o'qidim. Kelib o'qidingiz. Mr. Davronni darslari yoqyaptimi sizga? Ha, yoqadi. Qanaqa o'zi dars o'tish uslubi? Qattiq qo'l o'qituvchimi yoki sal yumshoq ustozmi? Yo'q, yaxshilar. Juda qattiq emas, anaqa emas, yumshoq emas. O'rta. Muhimi bilim berish ko'nikmasi zo'r. Muhimi yaxshi o'rganyapti, to'g'rimi? Qachon IELTS topshiramiz?
Reja qanaqa rejalar? Keyingi yil oxiriroq. Keyingi yil oxiri. Ya'ni yanvar fevralda, to'g'rimi? Yo'q, keyingi. Keyingi yilda. Zo'r. Mayli, omadinglar bersin. Davron, charchamanglar, sizlarni anaqa qilib qo'ydik, praksis jarayonida ekansizlar. Yaxshi o'qinglar. IELTS hammanglar kamida 7,5, 8, va seferdan kamida C1 natijalarini qo'lga kiritib, Ma'ruf aka, sertifikat oldik deb xursand bo'lib kelinglar ustozinglar bilan birga. Omadinglar bersin. Davron, hali keyingi gruppaga kiraveramiz yana. Xo'p, Mr. Davronni darsdan chiqdik. Endi o'quvchilarimiz, auditoriyadagi o'quvchilarimiz bilan asta-asta intervyular olaveramiz. Sizdan olamiz. Qalaysiz? Yaxshimi? Ismingiz kim edi? Obidjon bizani eng eskitdan o'quvchimiz, to'g'rimi? Ancha vaqtdan beri kelamiz. Qani Obidjon o'tirib oling, suhbat qiling siz bilan. Kayfiyatli yaxshimi? Zo'r. Xo'p, qachon endi IELTS topshiramiz? Xudo xolasa 19-oktyabr. O'zi yaqin qoldi. O'zi 4-5 kun qoldi adashmasam. 5 kun qoldi. Menimcha shu video shu atrofida chiqsa kerak. Xudo xolasa IELTS yaxshi natija olishingiz kerak. Biz ishonyapmiz. Mock natijalar yomon emas. 8 chiqish kerak. O'zi nimaga aynan shu uzoq vaqtdan beri Registonda o'qidik? Nega aynan Registon tanladik, Obidjon? Nima anaqalari, yutuqli taraflari borki, siz shu yerdasiz? Ustozlar yaxshi. Bu birinchidan eng zo'r ustozlar. Chunki o'rgatish nima deyapti? Tilimiz zo'r. Ingliz tilida metodlari zo'r. Oldin boshqa sentrlarga borganda nima edi, metodlarni ko'rganimda boshqacharoq edi. Menga unaqa to'g'ri kelmaydi. Bu yoqqa kelsam hammasi cho'tka, aytilgan narsani qilmasang bo'ldi, noto'g'ri. Ketasan bu yerdan. Qilmasang bo'ldi, жестко deb yuradi. Qattiq qo'l. Qattiq qo'l. Qilmasang bo'ldi. Shuning uchun обязан qilish. Shuni qilib kelganimga ustozimga xudoga shukr, rahmat. Shunaqani qilaman xos. Endi IELTS ham xudo xolasa yaxshi olsa. Nasib bo'lsa, biza katta natija kutyapmiz Obidjon sizdan. Chunki bizda boshidan o'qidingiz-da. Necha yil o'qidingiz bizda? 3 yil atrofida. 3 yil davomida mana shu Registon bo'lib, o'zi Registonlik bo'lib ketgan bu. O'zimizning eng ishongan o'quvchilarimiz. Endi 3 yillik o'qigan odam yaxshi natija qilar nasib bo'lsa, xudo xolasa. Ustozingizni ayniqsa Mesfurlimanni ishonchini oqlashingiz kerak, xo'pmi? Malades, omadingiz bersin, Obidjon. Xudo xolasa IELTS yuqori natija olgansiz, alohida intervyu berasiz, xo'pmi? Xo'p, gaplashamiz. Davom etavering. Xo'p, biz yana davom etamiz. Bu xonaga kiramiz. Bu yoqda hozir o'quvchilar o'tiruvdi. Uyalib chiqib ketishdi. Atayin uyalgan joyda kiramizda. Shundaygina uyalgan joyda yuzini yashirgan joyida biz intervyu olamiz. Qaraysizlar, kayfiyat yaxshimi? Bo'ldi, siz tushib qo'ydingiz. Bo'ldi, endi tushib qo'ydingiz. Baribir chiqyapsiz. Qalaysiz, yaxshimisiz? Ha, oldik endi. Ha, oldik biz. Ha, oldik, tushdingiz o'zi. Diyorbekdan olayman. Ha, Diyorbekdan olaman. Diyorbekdan ham olaman. O'tirib oling, xo'p. Darsingizni qilavering, sizni olmayman, mayli. Xo'p, kayfiyatda qanday? Yaxshimisiz? Xo'p, mayli. Ismingiz kim? Kim? Mahliyo qachondan beri Registonda o'qiyapsiz? 1 yil. 1 yil. Biologiyadanmi? Kimyodanmi? Yo'q, faqat biologiya. Kimda siz o'qiysiz? Maqsudbek. Maqsudbek ustoz. Nimaga aynan Registon tanlagan? Shu haqida bitta aytingki, olmaymiz. Registonnimi? Nima imkoniyatlari borki Registon yaxshi? Siz uchun. Ustozimiz yaxshi. Ustozlar? Ustozimiz yaxshilar. Qattiq qo'l o'qituvchi Maqsudbek yoki sal yumshoqroq ustozmi? Yo'q, yaxshi ustozlar-da. Hamma narsani yaxshi gap bilan yuritib beradi. O'sha narsasi yoqadi. Zo'r. Malades. Siz qaysi yo'nalishda topshirmoqchisiz? Stomatologiya, yaxshi. Aynan intervyu bermayman degan odamlar shuncha uzoq vaqt kutib olamiz. Zo'r. Stomatologiya yo'nalishida o'qishga kirib, xudo xolasa, eng zo'r stomatolog bo'lganda, insonimiz, issiq jonimiz kasal bo'lamiz, tishimiz og'rigan borganda, Ma'ruf aka bo'ldi davay, sizga tekinga, arzonga emas, tekinga qilib beraman deydigan nasib bo'lsa, xo'pmi? Muhimi mana stomatologni ham hal qildik. Endi bu yerda yana mediklar bor, ha? Qavoli bo'lsin, qalaysiz? Ismingiz kim edi? Diyorbek. Siz Diyorbek bersin dedi. O'rtog'ingiz. Xo'p, Diyorbek, qaysi yo'nalishda topshirmoqchisiz? Davolash ishi. Zo'r. Kim bo'lmoqchimiz, xudo xolasa, keyin? Jarroh. Oo, zo'r. U uchun nima qilish kerak? O'qish kerak. Yaxshi o'qish kerak. Biologiyada qancha vaqtdan beri o'qiyapsiz, yoki bizada? Shu yarim yildan beri o'qiyman. Yarim yildan beri o'qiysiz. Hozir sertifikatga harakat ketyaptimi? Sertifikat. Qachon topshirmoqchisiz? Premyerda sertifikat. Noyabrda. Уже 6-7 oyda tayyor bo'lar ekansizlarmi? Uni oldindan o'qiganman-da, shuning uchun bemalol topshirsa bo'ladi. Qiynalmaysiz. Zo'r. Diyorbek milliy sertifikatdan sizdan A+ natija kutamiz.
Agar olmasangiz norozi bo'laman. Yaxshi o'qing, xo'p. Omadinglar bersin. Hozir sizlardan adashmasam biologiya qo'shimcha darsi. To'g'rimi? Siz yordam beryapsiz, to'g'rimi? Qiyin bo'lmayaptimi? Ha, yaxshi, yaxshi. O'zingiz ham ishlayapsizmi o'zi? Hozir nima jarayonda? Telefon ochib qo'yilgan, telefon o'ynayaptimi deb o'ylovdim. Telefon o'ynamayotgan kalkulyator ekan. Kalkulyatordan foydalanish mumkin, to'g'rimi? Ha, yaxshi, zo'r. Unday bo'lsa zo'r. Masala ishlayapsiz, adashmasam. energiyadan ishlayapman. Zo'r. Siz nima ishlayapsiz? Siz ham? Masala ishlayapsizmi? Yaxshi, uy vazifalar ishlayapsizlar. Eng qiyin menimcha masala ya sizlarda. Biologiya eng qiyin joyi, menimcha eng qiyin etapiga kelgansizlar. O'sha eng qiyin etapni o'tib, xudo xolasa milliy sertifikatdan A+ darajada olinglar. Omadinglar bersin, yaxshi o'qinglar, xo'p. Davom etamiz. O'qituvchi yetishdik, abituriyentning smenalardagi dars jarayonlarini lavhalab olamiz. Aynan bugun hozir darslarga bostirib kiraveramiz registonliklarni. Ha, uyalyaptilar. Sizlarga ham kiramiz hozir. Xo'p, bu yoqda aynan matematika ustozimiz darsda. Matematika ustozimiz bu yoqdami? Xo'p, Dilshod Yo'ldosh. Ming bor uzr ustoz. Assalomu alaykum. Kayfiyat yaxshimi? Charchab qolmayapsizlarmi? Darsingizni shu joyda bo'lib qo'yamiz. Qalaysizlar? Kayfiyat yaxshimi? Bular mencha kattaroq gruppangiz, adashmasam. Dilshodbek Yo'ldoshev bizlarning matematika ustozimiz, eng tajribali, eng kuchli ustozlarimizdan o'zbek auditoriyasida dars o'tadi. Ustoz qanday bo'lyapti? Yaxshi boshlab oldikmi bu yoqdagi o'quvchilarda dars berishda? Matematika o'zi oson fan demaydi ko'pchilik, qiyin fan deydi. Lekin sizning nazdingizda oson fan. Adashmasam. Lekin oson tushuntirish degan joyda qanday bolalarda tushuntirish usullaridan, qanday metodlardan foydalanamiz? Ko'proq bolalarda xotira bilan bog'liq, masala ishlasa stressga bardosh bo'lish uchun qanday metodlardan foydalanasiz? Har xil. Hammasini o'sha avval osonidan ko'rsatish kerak, chunki birdaniga qiyin hech qachon miya ko'tarmaydi u narsani. Osondan boshlab etap-etap miyani o'rgatib, mashq qildiradidan keyin qiyiniga o'tkaziladi. Zo'r. Eng qiyin bo'lim menimcha trigonometriya bo'lar uchun, to'g'rimi? Eng qiziqarli bo'lim bolalar. Eng qiziqarli. Trigonometriyada hozir. Bularga ildiz. Ildiz hozirmi? Bular grupasida. Bulardan bir ikkita intervyu olsam, xo'p, bulardan qaysidan olsam, kimdan olsam ekana? Kimdan? Birinchi men qizlardan boshlayveramiz. Sizdan boshlaymiz. Aynan javob bergisi kelmay turgan qizlardan. O'zbekcha gapirishni tushunasizmi? Qalaysiz? Ismingiz? Muslima. Muslima. Muslima kayfiyati yaxshimi? Xo'p, qancha vaqtdan beri Registonda o'qiyapsiz? O'tgan yil aprelda boshladim. O'tgan yil aprelda boshladingiz. Zo'r. O'tgan yil aprelda mana shu matematikadan shug'ullandim. Shu ustozda, yo ustozlar mashg'ulotdasizmi? Nimaga endi Dilshodbek ustozda o'qiyapmiz? Nega? Zo'rlar. Zo'rlar ustozda, ha? Qattiq qo'l o'qituvchimi Dilshod ustoz yoki yumshoq ustoz? Bo'ladi. Talabchanligi bor. Zo'r. Yaxshi, yana davom etamiz. Bu yoqdan mana bu o'quvchidan olaylik. Qalaysiz? Kayfiyat yaxshimisiz? Bilol. Bilolbek qancha vaqtdan beri Registonda o'qiyapsiz? 3 oydan beri. 3 oydan beri. Xo'p, eng qiynalgan mavzungiz ildiz, ha? Ildizda qaysi anaqada yaxshi o'qish uchun qanchalar vazifa olyapsiz? Ya'ni kuniga nechtadan vazifa olyapsiz? Kuniga o'zi vaqtga nisbatan 3-4 soat. 3-4 soat ketadi. Zo'r. Vazifa qilishingiz uchun 3-4 soat ajratyapsiz. Xudo xolasa ildizni ham yaxshi olib ketasiz. Ildizdan o'tib, xudo xolasa trigonometriya keladi asosda. Yaxshi. Men matematikada o'qiganda boshida trigonometriyada qiynalganman-da. Naborat ildizlarda bizda skanaviy ko'p ishlatib uncha qiyin bo'lmagan. Aynan trigonometriya qiyin bo'lsa kerak deb yurardim, aksi ekan, ildiz ekan. Yaxshi. Omadinglar bersin. Bularni xudo xolasa milliy sertifikatga tayyorlayapmizmi yoki topshiradiganlar bor orasida? Ha, hammasimi? Hammasi topshiraman deyapti. May oyida xudo xolasa hammasini topshiramiz. Bular yaxshi harakat qilsa. Harakat etyapti, ha, xudo xolasa. Hali bu yerda 9-sinflari ham bor, 10, 11 ham bor. Hammasi topshirsinchi. Hozir dars jarayoni davomida men ustoz haqida faktlar aytaman. O'shanda yanada ko'ramiz. Bu ustozni dars uslubi umuman boshqacha, ya'ni o'quvchilarning ko'nglidan joy oladigan eng yaxshi ustozlarimizdan biri. Sizlarni o'qishingizga omad. Ustoz, charchab qolmaymiz. Hali yana kelaveramiz keyingi gruppalaringizga. Bezovta qo'ygan bo'lsak, uzr so'raymiz. Davom etsanglar bo'laveradi. Yaxshi o'qinglar. Lavhasingiz yana davom etamiz. Favqulodda holat. Yashirmaymiz yuzimizni. Bo'yicha tushib bo'ldinglar. Yashirsanglar qiyin tushib qoladi. Kayfiyatlar qanday? Zo'r. Yaxshi. Sizda telefon o'ynayapti demayman, chunki telefonga o'zim vazifa berdim-a, adashmasam. Zo'r. Yaxshi, buni yopsangiz ham bo'ladi. Nima ishlayapsiz hozir? Dunyodan masalada yechmoqman. Ismingiz kim edi? Rayhona. Rayhona bizlarning azaldan kelgan eski o'quvchilarimizdan. O'tiring siz ham shu yerda. Ketib qolaman dedi. Siz bilan ham olamiz. Xo'p, Rayhona kimyoda milliy sertifikatdan sertifikat darajada olgan. Hozir nimaga kimyo o'qiyapsiz? Sertifikat olgan bo'lsangiz, Apelsin ko'tarib olishim kerak. Zo'r. Shu o'rinda bitta ma'lumot beraman. Milliy sertifikat har bir fanlarda joriy qilingan. Kimyo, biologiya, matematika, fizika, tarix hamma fanlarda va har bir fandan sertifikatlarni yuqori darajada olsa, deylik A+ olsa, umumiy imtihonda 100%
ball beradi, to'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun bular 100% ball olishga harakat qilyapti. Saga nechta berardi? 20? Sizga 22-23 ta. 22-23 ta. Lekin 22-23 bilan kontraktga kirib qolishi mumkin. Mana misol uchun Dairy Farmaga yoki davolash yo'nalishiga u grantga kirmoqchi. Xudo olasa, u uchun A olasiz, xudo olasa. Omadingiz bersin. Kamerada va'da bering, olaman deb. A+ga harakat. Endi bu yoqda olamiz. Qalaysiz, kayfiyat yaxshimi? Ismingiz? Kim? Madina. Madina To'yboyeva. Familiyasini eslab qolganman bularni. Madina, men bizlarning oldindan o'qiyotgan o'quvchilarim. Madina qanaqa bo'lyapti? Yaxshi bo'ladi. Hozir nima bilan bandsiz? Kimyodan tez Kimyo bilan tez ishlayapsizlar. Kimyo fani qiyinmi, biologiya? Siz biologiyani o'qidingiz-a? Zo'r. Bo'ldi, unday bo'lsa, biologiyangizdan ham omad tilaymiz, kimyodan ham omad tilaymiz. Xulolasa sertifikatga, to'g'rimi? Siz ham sertifikat olasiz. 10-sinfmidingiz? 11 ga o'tdingiz. 10-sinfga kelganingiz-a? Necha yildan beri o'qiysiz bizada? 2 yil. 2 yildan beri. Endi 2 yil o'qigan odam o'qishga kirmasa ham bo'lmaydi-da. Kim bo'lmoqchisiz? Stomatolog siz ham. Ikkinchi stomatologimizni aniqlab qo'ydik. Xudo olsa borsam, menga tekin yig'ib berasiz, to'g'rimi? Xo'p, va'da berdingizmi siz? Bu ikkinchi stomatologingiz tayyor, endi menda tishlarimda muammo yo'q, xudo olsa. Omadinglarni bersin, yaxshi o'qinglar. Vaqt sog' bo'ling. Kamida aplis. So'rab oladi-da. Biz endi podvalga tushdik. Ya'ni podvalda mengs birinchi etaj aynan support zona, ya'ni bizni aynan chiqing. Ikkinchi ustozlarimiz bilan shug'ullanadigan support zonamiz. Bu yerda matematika, ingliz tilini ikkinchi o'qituvchilari shug'ullanishadi. Hozir markazimiz remont jarayonida kirishdan, ya'ni hozir mana bu yerda kursingiz bo'linadi. Remont qismida ketyapti. Shuning uchun aytib bermaysizlar. Zo'r remont qilgandan keyin yana boshqatdan mana shunaqa katta zo'r videolar olamiz. Qani bo'lmasa, ko'ramiz. Bu yerda hozir dars jarayonlari ketyapti. Menimcha endi boshladinglar, support zona. Hozir 2 dan keyin endi kelishni boshlaydi. Begzod, qalaysiz? Kayfiyat yaxshimi? Siz bilan boshlayveramiz. Ikkinchi ustozimiz aynan ingliz tili bo'yicha IELTS va General English, TOEFL, KITS'larda to'liq ikkinchi o'qituvchi hisoblanadi. Begzod, qanaqasiz o'zi? IELTS darajasi necha edi? IELTS darajam 7. 7. IELTS xalqaro sertifikati 7. Hozir aynan o'quvchilarga ingliz tilini dars berishda davom etyapsiz, to'g'rimi? Ikkinchi ustozlik qanday? Qiyinmi, osonmi? Yo'q, men sizga aytsam, agar inson o'z kasbini yaxshi ko'rsa, albatta hech qaysi ish qiyin emas. Agarda o'z kasbini yaxshi ko'rgan bo'lsang, sen bir kun ham ishlamading deyishadi-yu. Men umuman charchashni sezmayapman. Vaqt qanaqa o'tib ketganini deyarli umuman bilmayman. Har kuni soat qanaqa qilib 8 bo'lib qolganini deyarli sezmayman. Zo'r. Sababli ham ishimni yaxshi ko'rganim uchun bo'lsa kerak. Ish vaqtingiz 2 dan 8 gacha. Odatda bu degan 6 soat ishlaysiz har kuni. Tabiiyki odamda charchoq, stress bo'ladi. Ishni sevish uni yengishiga sabab bo'ladi. Bu tabiiy. Zo'r javob. Rahmat. Begzod, charchamaymiz, ishingizga omad. Xudo olasa yana gaplashaveramiz. O'quvchilar bilan shug'ullanishda davom etsak bo'ladi. Bu yerda o'quvchilar mana ko'ryapmiz, endi o'qishni boshlashadi bu yerda. Endi 2 dan keyin pastda podvalda ikkinchi o'quvchilar, ya'ni ikkinchi ustozlar bilan qo'shimcha yoki darslarda shug'ullanadi yoki o'zlari kelib vazifalarni qilib o'tirishi mumkin. Aynan kelib vazifasini qilib o'tirgan bir o'quvchimiz bor. Mumkinmi? Sabina, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kayfiyatlar qalay? Yaxshi. Vizada qilib qo'ydim. Mock topshirmayaptimi dedingiz? Yo'q, reading for reading qilyotgandim. Hozir mana kompyuterda ko'rsak bo'ladi. IELTS dasturi aynan hozir qog'oz versiyadan CD versiyaga o'tgan. Bu aynan yaqinda iyul oyidagi qarorga ko'ra. Endi bular to'liq kompyuterda ishlaydi, to'g'rimi? Qiyin bo'lyapmiz kompyuterda. Oldin qog'ozga tayyorlanyapti deyiladi, to'g'rimi? Hozir kompyuterga o'tdinglar. Ha. CD Mock IELTS necha chiqyapti? 6,5, 7 chiqyapti. 6,5, 7 chiqyapti. Xudo olasa IELTS yaqinda topshirish reja qilyaptimi o'zi? Ha, keyingi hafta topshiraman. Keyingi hafta imtihon topshirasizmi yoki hujjat topshirasizmi? Yo'q, ustoz registratsiya qilib oldilar. Keyingi hafta imtihoningiz. Zo'r. Sabinani o'qishingizga omad. Bizda qancha vaqtdan beri o'qiyapsiz, Sabina? 2 yil bo'ldi o'qishimga. IELTSni 6 oy o'qiyapman. Zo'r. Aynan Sabrina bizda ingliz tili bo'yicha boshidan kelib mana 2 yil davomida 6,5 7 natijalar qo'lga kirityapti. Mockda, hali asosiy imtihonda ham xudo olsa 7,5 nasib bo'lsa kamida olish kerak bo'ladi. Sizni chalg'itmayman, reading qismingizni davom ettiravering. Xudo olsa yaxshi natija bilan Maruf aka IELTS oldim deb kelish nasib qilsin. Omadingiz bo'lsin. Hop, biz davom etamiz. Eng aktiv o'zi qaranglar, bunday narsa, eng aktiv o'quvchilar support zonada o'qiydi. Va natijasi yuqori chiqadigan o'quvchi support zonada ko'proq kelgan odamning natijasi yuqori chiqqan. Natijalar har doim yuqori chiqqan. Men imtihon natijalarini deb ko'raman, 90% umuman tushmagan o'quvchimiz bor. Ochini oldiga kelib turibdi. To'g'rimi? Va alaykum assalom, qalaysiz? Kayfiyat yaxshimi? Ismingiz? Men Risolat o'zim bilaman. Endi jamoa uchun aniqlash uchun aytyapman. Risolat, ingliz tilidan qanaqamiz? Qiynalmayapmizmi? Yo'q, hamza. Bizda ingliz tili ham o'qidi, rus tili ham o'qiysiz, rus tili yana
Ikkalasi. Xo'p, ingliz tili, rus tili jarayonida hozir ingliz tili qaysi bosqichdasiz? IELTS. Qachon topshirish reja qilingan? Xudo xohlasa kuzdan oxirida. Kuzda oxirida. CD mock topshirdingizmi yo hali topshirmadingizmi? Уже shu martadan ko'proq topshirdim. Topshirdi. Nechi chiqyapti o'rtacha? Shu 5,5 yuqorimi? 6,5 7. 6,5 7. Zo'r. Aynan risolat 6,5 7 chiqishi o'zi zo'r. Nechi sinf bo'ldingiz? 9. 7 sinfda kelganmidingiz? Necha 2 yil bo'ldi, adashmasam. Zo'r. Mana hozir ko'ryapmiz, ishlashyapti aynan mana shu jarayonida. Bu reading qismi. Aynan qaysi qismda qiynalasiz? Listening, speaking, writing yoki reading? Hozirda ko'rganingizdek reading qilyapman va aynan shu sectionga e'tiborimni qarataman. Chunki aynan oshirishim kerak bo'lgan qism ham shu. Reading qismida ozgina qiynalasiz. Eng oson ko'nikma qaysi vaqtda, ya'ni qachon shakllanadi? Ya'ni tez shakllangan sizda. Aynan qaysisi eng yuqori sizda? Hozirgi natijaga qaraganda writing va listening ancha yaxshilandi. Writing yaxshilandi. Da. Mr. Davronda o'qiysiz. Mr. Davron o'quvchilar IELTS bo'yicha o'zi odatda ko'pchilik o'quvchilar writingda qiynalishadi. Ha, to'g'rimi? Writingda bal odatda pas olinadi. Lekin bulardagi writing natijalari yaxshi. Masalan, ko'rsatmasin, yaxshi o'qing. Xudo xolasa sizdan ham yaxshi natijalar kutamiz. Biz bo'lmasa davom etaveramiz. Sizni bezovta qo'ymaymanmi? Qaraqasiz? Va alaykum assalom. Siz ham IELTS bo'yicha, siz ham reading qilyapsiz. Xo'p, nimaga Registon o'quv markazini tanlagansiz? Zo'r o'qituvchilari. Aynan nima o'qituvchilari yaxshi? Hamma o'qituvchilari yaxshi deyapmiz. Qanday o'tishi bor ular? O'qitish tizimi yaxshi, hamma narsa bilan ta'minlangan. Shuning uchun. Zo'r. Ya'ni siz mamnunsiz. Qancha vaqtdan beri o'qiymiz? 1 yil. 1 yildan beri o'qiymiz. 1 yildan oshdi. Siz ham IELTSga topshirasiz yaqinda. O'zi IELTS yaqin qolgan imtihon o'quvchilar tinimsiz, ya'ni o'qib qoladi, oxirida ayniqsa. Lekin bular menimcha oldindan boshidan kelib yuradi. Supportlarga doimiy kelardinglar. Omad, sizda ham IELTS kamida 8 natija. Yaxshi topshiringlar. Bu dumaloq aylanada kimlar bor ekan? Bu tilchilarimiz. To'g'rimi? Ona tili adabiyotmi? Zo'r. Qalaysizlar, kayfiyat yaxshimi? Mumkinmi? Davranglarga qo'shildim. Xo'p, qiynalmayapsizlarmi? Bildirib olingmi, qattiq qo'l ha? Ya yaxshimi? Qanaqa? Qattiq qo'l degan ora-orada qattiq qo'llik. Qattiq qo'llik bo'lmasa ham bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Ha, shunaqami? Dildo'rop ham bitta anaqasi bor-da, yomon odati bor. Men aytaymi sizlarga, g'iybat qilamanlarga. Xo'p, yomon odat tez natija chiqarib qo'yadi. Ya'ni 2,5-3 oyda birdan o'quvchi natija chiqarib qo'yapti-da. Men aytaman, uzoqroq o'qiting deyman. Yo deydi, 2,5-3 oyda tayyor bo'ladi deydi. Shunaqa tez rezultat chiqaradigan ustoz o'qiyapsizlar, to'g'rimi? Nimaga aynan Registonni tanlaganmiz? Zuhra? Hamma qulayliklar bor. Qolganlardan ancha farq qiladi. Zo'r. Qachon sertifikat topshiramiz o'zi yaqinda? Shu noyabrda, 1-2 noyabr. U oz qoldi, o'zi bir oy 15-20 kun qoldi. Zo'r. Zuhradan kamida biz kutyapmiz. Yoki aplis, to'g'rimi? O'zi xudo xolasa sertifikat olsa, oliygohga o'qishga kirib, soyuzimiz yorib qiladi. To'g'rimi Zuhra? Omadingiz bersin. Qanday bo'lyapti? Sizlarda qiynalmayapsizlarmi? Yaxshi ketyaptimi? Aydana bor. Ingliz tili ham o'qiysiz. Siz ham ingliz tili o'qiysizmi? Siz ona tili faqat, siz ingliz tili. Aydana ingliz tili ham bor. Ona tili ham bor. Ikkita anaqani qanday o'qib ketyapsiz? Qiynalmayapsizmi? Yo'q, o'zgarishim qiyinchiliklar bor narsani. Oson yo'li yo'q. Ona tilida o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Ustozdan xati bor. Bu yaxshi shu tomondan. Ingliz tili ham shu. Lekin qattiq qo'l bo'lsa, natija yaxshiroq bo'ladi. Shunga yarasha bo'ladi. Shunga yarasha bo'ladi. Eng qizig'i bu ikkita ustozga ham qattiq qo'l tushib qolganda. Shuning uchun faqat qattiq qo'l so'zini ishlatyapti. Yaxshi. Muhimi natija qilyapsiz. Muhimi rezultat qilyapsiz o'zingizda. Kamida sizda ham aplis va qo'shimcha ravishda ingliz tilidan yaxshi natijalarga erishing. O'zi anaqaga chiqib qoldinglar, darajali ko'tarilib qoldi. Ozgina qoldi. Keyingi oyda o'sha intermediatga o'taman. O'tasizlar. Omadinglarni bersin. Yaxshi o'qinglar, xudo xolasa. Eng yaxshi kadrni chiqishinglar kerak. Xo'pmi? Sizlarga ishonaman. Sizlarni chalg'ib qo'yganmiz, uzr so'rayman. Xo'p, bu yoqda xullas shunaqa o'quvchilarni shug'ullanyapti. Ya'ni keyinroq bir aylanib kelamiz, boshqa o'quvchilar bilan intervyu davom ettirib bo'ladi. Xo'p, aynan hozir bizlar favqulodda holat Aziza Abduvohobon olamiz. Va alaykum assalom. Aziz, yaxshimisiz? Ming bor uzr, bilaman, darsga kirishingiz kerak. Narsa chiqarish uchun o'tirdingiz. Lekin sizda 2 daqiqa vaqtingiz olib qo'yamiz. Ko'rinyaptimi o'zi Aziza? Xo'p, Aziza, qanaqa o'zi jarayon qiynalmayapsizmi? Dars o'tishdan qiyinmi yo osonmi? Oson, menga o'rgangan o'quvchilarimga
Aha, zo'r. Ustozimiz Miss Aziza ingliz tili bo'yicha mutaxassis. IELTS darajalari 7mi ekanmi? 7. Umuman ingliz tilini oson qilib tushuntirishga maksimal yordam beradi o'quvchilarga. Shunaqa energiyachi ustoz, energiyasini eplab bo'lmaydi. Xo'p, ustoz hozir nima chiqarish bilan o'rasiz? Hozir elementary guruhimga listening reading chiqarishim kerak. Listening readingni anaqasini, tekstlarni chiqarib berishingiz kerak. Tekstlarni, handoutlarni chiqarishim kerak. Ha, zo'r. Aynan chiqarish jarayonini ham olsak bo'ladimi? Ustozlar aynan kompyuterdan qanaqa bo'ladi? Shu jarayonni ozgina olsak bo'ladi. Tajribali ustozimiz Dildora Polimovani dars jarayonlariga kiramiz. Bostirib kiramiz. Ming bor uzr Dildora opa. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi? Sog' salomatmisizlar? Uzr darslaringiz bo'lib qo'ydim. Ustoz, qanday bo'lyapti? Qiynalmayapsizmi? O'quvchilarga natijalarni chiqarish bo'yicha qiynalmayapsizmi? Haqiqatan yondiryapti Dildora Polimova. Natija chiqarish bo'yicha chempion ustozimiz. Tajribali, eng ishongan ona tili adabiyot o'qituvchilarimizdan. Ustoz, bunchalik tez natija chiqarish uchun qanaqa bir mehnat qilish kerak? Qanaqa bir bu hissiyotni bir ochiqlaylik ozgina. Tez natija chiqarish bo'yicha chempionsiz-ku. Amaliyotda ko'proq qo'llash kerak. Ko'proq ishlash kerak testlar bilan. O'rgangan nazariyamizni amalda qo'llashni o'rganib olsak, testda yaxshi natija chiqara olamiz, xudo xohlasa. Ko'proq praktika, amaliyot bo'lishi kerak. Zo'r. Ayni maslahat berasizki, ular tezroq natijaga chiqish uchun amaliy anaqa qilish kerak, mashg'ulotlar amalga oshirish kerak. Eng qiyin joyi bular nimada qiynaladi? Adabiyotdanmi yoki ona tilidanmi? Hech qaysi qiynalishmaydi. Qiynalishmaydi. Xo'p, qani so'raymiz haqiqatdan. Bu yoqqa qaratamiz kamerani. Xo'p, ona tilida qiynalasizmi, adabiyotda qiynalasizmi? Ochiq aytavering. Yo'q, ikkalasi. Ustozingiz eshitmayapti. Aida. Xo'p, ustoz qattiqqo'l o'qituvchimi, yumshoq ustozmi? Sekin aytavering. Yaxshilar. Yaxshi. Ko'p urishadi? Yo'q. Urishmaydimi? Yo'q. Qanday urishmasdan tez natija qilish mumkin? Vazifalar qilmasa, vazifa urishmaydi ustozinglar. Urishmaydimi? Ha. Yaxshi. Bundan turibsizlar. Yaxshi, zo'r. Ona tilida faqat qizlar. Nimaga qizlar ustoz? Nega aynan ona tilida qizlar o'qiydi? Bormi? Qani ko'rmayapman. Bu gruppada qizlar ko'proq, o'g'il bolalar ham. Endi ko'proq menimcha ilmga bo'lgan talabini ikkalasida ham ko'proq-u. Qizlar tanlagan sohada menimcha ona tili. Ha. Ya'ni qizlar ko'proq ona tili yo'nalishida o'qiydi-da, to'g'rimi? Ona tili fani bor. Kim aynan psixolog bo'lmoqchi? Ya'ni psixologiya yo'nalishi topshirmoqchi. Sizmi? Mana siz biologiya o'qiyapsizmi hozir? Kimda o'qiyapsiz? Bizada o'qiysizmi? Ikki fan ham bizada. Qachondan beri o'qiyapsiz hozir? 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. Maqsudbek ustoz yaxshimi yoki Dildora ustoz? Tasni tanlang. Qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Ikkalasi yaxshi. Chunki kamerada Maqsud ko'radi baribir. Hozir to'g'risida Dildora o'tiribdi. Tabiiyki ikkalasi ham yaxshi. Yaxshi. Zo'r ustozlarga uchragan, eng kuchli ustozlarga o'qigan. Kim aynan tillar, jahon tillari, shunaqa tillar yo'nalishida topshirmoqchi? Tillarga topshirmoqchilar bormi? Masalan, ingliz tili yo'nalishida topshirmoqchi bo'lganlar bormi? Sizmi? Qaysingizga topshirmoqchisiz? Jahon tillari. Jahon tillari. Nima yo'nalishiga? Filologiya. Tillarni o'qitish. Ingliz tilini o'ziga. Zo'r, ingliz tilingiz ham bormi? O'qiyapsizmi? Miss Marjona. Miss Marjona. Ahmad Donish filialimizda. U aynan bu Registonda siz ham. Zo'r. Yaxshi. Xudo xolasa IELTS olasiz yaqinda. Zo'r. Omadinglarni bersin qizlar. Sizlarni darsinglarni buzib qo'ygan bo'lsak, ming bor uzr. Sizlardan Xudo xolasa milliy sertifikat kamida A+. Xudo xolasa nasib bo'lsa shunaqa natijalar bilan ustoz mana sertifikat oldik deb kelish hammanglarga nasib qilsin. Biz ham shuni quvonchida chetda deb havas qilib qo'yaylik, xo'pmi? Xudo hammanglarni omadinglarni bersin. Ustoz darsingizni bo'lib qo'ygan bo'lsak, uzr so'raymiz. Sizlar darsga kimsizlar? Xo'p, davom etamiz. Bu yoqda siz qaysi xonada? Bu yoqda. Mr. Murod, yana darsingiz bo'lib qo'yaveramiz. Bugun bir 5-chi kirishimiz bor sizning gruppalaringizga. Charchab qolmayapsizmi? Kayfiyatlar qalay? Nega kirmay chiqib ketmoqchi edim o'zi? Kirmasdan o'zi Murod gruppalariga kirdim-ku deb. Bu gruppasi xafa bo'lmasin deb kirdik. Qiynalmayapsizlarmi o'zi? Qaysi daraja? Pre-intermediate chiqdik. Islom, qalaysiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Bir ikkita intervyu olaman. Xo'p, Islom, qancha vaqtdan beri Registonda o'qiyapsiz? Go'daman 1,5 yildan beri o'qiyapman. Natijalar juda zo'r. Yaxshi. Nima uchun aynan Registonda o'qiyapsiz? Nega aynan Registon?
Menga chunki ko'pchilik Registonda maslahat berishganda, o'zim ham kelib ko'rdim mana, hamma shart-sharoitlar yetarli darajada zo'r, o'qituvchilar esa juda bilimli, sport o'qituvchilarimizga esa gap bo'lishi mumkin, qo'ldan kelgancha yordam berishadi. Zo'r. Qaranglar, men tayyorlab qo'yganman buni. Ya'ni aynan tayyorlab oldindan aytib qo'yganman. Islomni o'zi taniymiz, haqiqatdan oldindan o'qiydi. Shunchaki oldiga kelib intervyu olaman dedim, xuddi tayyorlangandek gapiryapti. Lekin bu tasodifiy tashrif. Bular chunki tayyorlangandek gapirishning sababi Murod bularda speaking ko'nikmasida tayyorlaydi. Ingliz tilida shunaqa gapirish kerak, to'g'rimi Murod? Ya'ni har qanday mavzuda tayyor turish kerak. Xuddi shuni o'zbekcha versiyasi. Malades. Qachon endi xudo olasa sefermidi? Xudo xohlasa noyabr dekabrda olaman. Malades. Avgustda ham bahorga chiqib olish niyat bor. Omadingiz bersin. Xudo olasa yaxshi natijalarni qo'lga kiritdinglar. Qizlardan ham olaylik. Qizlardan qaysi birimiz javob beramiz? Siz endi bu degaychi siz javob berasiz. Va alaykum assalom. Kayfiyatlar qalay? Ismingiz? Nargiza. Qancha vaqtdan beri o'qiyapsiz? 6 oydan. 6 oydan beri o'qiyapsiz. Men sizni ko'rmaganman. 6 oydan beri. Yaxshi. Nargiza, ingliz tilida qaysi qismda qiynalasiz? Ingliz tilida speakingda qiynalmadim. Murod ustoz qanaqa qilib gapirishlarni to'g'ri o'rgatyaptilar. Sport o'quvchilar bilan shug'ullanaman. Hozirda yaxshi. Zo'r. Men Murod ustozda shu o'rinda ta'kidlayman, darsda o'quvchilar odatda 95, adashmasam 100% ham supportlarga keladi. Ya'ni ikkinchi ustoz bilan foydalanish. Shuning uchun rezultatlarimiz yaxshi. Ikkinchi ustozga kelish kerak, to'g'rimi? Qo'shimcha imkoniyatda, bepul ham, to'g'rimi? Shunaqa o'qish qiyin bo'lmayaptimi o'zi? Yaxshi. Bu guruh o'zi aktivniy. Xudo xohlasa yana shu xonaga kiramiz, faqat boshqa fan. Ya'ni koreys tili darsimizni Hilol Saidova ertalab ham kirdik. Nabitdan keyin seminardagi nuqtalar edi. Anarxisi yo'q. Ming bor uzr so'raymiz. To'g'ri talaffuz qildimmi yo ozgina adashdimmi? Yaxshimi? Kayfiyatlar yaxshimi ustoz? Charchab qolmayapsizmi? Yana bezovta qilib qo'ydik sizda keyingi gruppalaringizda. Bu gruppa darajasi qanaqa? Bu gruppamiz B daraja. B darajada. O'zi koreys tilida odatda siz ko'p o'quvchi olmay ekansiz, to'g'rimi? Ya'ni kamroq o'quvchini tezroq rezultat qilishga harakat qilasiz. Kam o'quvchi bilan samarali to'g'ri. Har bitta o'quvchi bilan individual ishlashga vaqt yetish kerak. Misol uchun biznes jihatdan oyliklar kam bo'lishiga sabab bo'lmaydi. Yo, endi bu narsa natija bo'lmasa, o'sha natijalardan o'qituvchi motivatsiya oladi, oylikdan emas. Natijalardan inson ruhlanadi, o'zidan faxrlanadi. Shuncha natija qildim degan hissiyot paydo bo'lib, yana individual ishlashga harakat qiladi. Hilola Saidovani aytishi, ya'ni rizqolloq beradi. Ya'ni shunaqa mehnat qiladi, yonib kuyishi bu tahsinga sazovor. Ustoz, charchab qolmaysiz. Xudo xolasa yaxshi o'qinglar. Koreyaga ketuvchilar bormi, ketmoqchi bo'lganlar? Hammaga ketmoqchimisiz o'zi? Birga ketasiz o'zi. Zo'r. Omadinglar bo'lsin. Koreyada meni ham olib ketinglar. Yaxshi o'qinglar, charchang. Kimyo ustozimiz Abduzazim Xaniyev bor. Ancha kuchli ustoz. Yosh bo'lsa ham, lekin yosh emas. Chunki bizda bir 4-5 yildan beri ishlaydi. Tajribali, har tarafli natijasi zo'r. Milliy sertifikatda natijalar chiqarish bo'yicha ham chempion ustozlarimizdan biri. Hozir aynan kimyo darsini bo'lamiz, endi ilojimiz bugun tashrif bir kun bo'lib qo'ysa hech narsa qilmaydi, uzr so'rab albatta, agar ruxsat bersa. Ming bor uzr. Ana shu kichik joyda to'xtatib beramiz. Uzr. Va alaykum assalom. Abduzazim ustoz, charchab qolmayapsizmi? Bezovta qilib qo'yganimiz uchun uzr so'raymiz. Ustoz, charchab qolmayapmizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Bo'ladi, rahmat. Buncha energiyani qayerdan olyapmiz? O'quvchilarim ota-onalaridan, sizlardan. O'quvchilarni jazolab energiya olamizmi yoki bilmam yana qanaqa energiya olamiz? Energiya shu jazolab ham olamiz energiya. Har oddiy kunlarimi, har kuni dars qilmay kelganlarni ayniqsa. Sizda eshitishimizcha yakshanba kunlari ham tindirmas ekansiz bularni. To'g'rimi? Yakshanba kuni bular dam olsa bo'lmaydimi? Dam olsa ko'p narsa esdan chiqib qoladi deb bilan. Bir kunda bo'lmaydi. Har kuni sertifikatga harakat qilamiz, shuning uchun har kuni bular bilan harakat qilishimiz kerak. Kimyo qiyin fanda. Shunaqami? Yo'q, yaxshi tushunsa, agar dars hammasini vaqtida qilsa, eski mavzularni har safar o'qib tursa, lekin qiyin emas. Qiyin emas, oson. Zo'r. Farmaga tayyorlanadigan o'quvchilar ko'p bo'ladimi yoki tashmiy, ya'ni meditsina yo'nalishi? Ko'pchilik lekin baribir meditsina deb kelishadi. Ya'ni sizga ikkinchi blok uchun keladi ko'pchilik, to'g'rimi? Farmaga kamroq. Farmatsevtikaga kamroq. Siz o'zi qaysi birini tavsiya qilasiz o'quvchilarga? Agar anaqa ustoz tibbiyotga topshirmoqchimi yoki farmaga? Farqi yo'q deydigan o'quvchilar. Farmatsiyada o'qiganim uchun, farmatsevtikaga tashkil qilaman. Tavsiya qilasiz. Zo'r. Yaxshi. Kesib tashlaymiz. Xo'p, zo'r. Ustoz, men bu deylik bularda eng yaxshi o'qiydigan o'quvchilar bormi? Bor.
Qachon sertifikat topshiradilar yaqinda? Bular xudo xohlasa dekabrga topshiramiz yoki bahorga bahorda reja qilinyapti. Ikkalasidan ha. Ya'ni dekabrda topshirayotgani ham bor, bahorda topshiradigan ham bor. Bulardan bir ikkita savollar olsam, iqtidorli, yaxshi o'qiydiganlardan bir savol javob qilamiz. Mashqqa o'taman. Mashq kamerada bo'yi qochuvda qo'shimcha dars qilayotgan vaqtida endi ham qochadi. Ko'rinyapsizmi buni? Yomon olmaydi. Barcha joyini ham olamiz. Xo'p, baribir olamiz. Ismingiz? Nazokat. Nazokat. Anaqa nazokat nimada yo'nalishda o'qib ketmoqchisiz ertaga? Kim bo'lmoqchisiz? Farmatsevtika. Farmatsevt dorixonada bo'lib chiqasizmi, to'g'rimi? Dorixona ochaman. O'zimni shaxsiy. Ha, shaxsiy dorixonasi bo'ladi. Zo'r. Yaxshi, malakasiz. Farmatsevtika sohasi eng zo'r, hozir rivojlanayotgan soha. Birinchi bo'lib kimyo lekin. Biologiya o'qiyapsizmi? Yo'q, hali. Qachon boshlaymiz? Bilmadim. Shu yerda boshlaymiz biologiya mutolaasi. Zo'r. Nechinchi sinf? Hozir 10. Hali vaqt bor ekan. Siz ham tayyorgarlik ko'ryapsiz. Qancha vaqtdan beri kimyo o'qiyapsiz sizda? 7 oy bo'ldi. 7 oydan beri kelyapsiz. Rezultat sezyapsizmi o'zingizda? Natijalar oshib qoldimi? Ha, yaxshi. Qaranglar, intervyu bermayman, shuncha intervyu berib tashladi ham. Yaxshi, zo'r. Yigitimizni olaylik bitta. O'z bir yigitimiz bor ekan. Bu yigitimizdan intervyu olmasak qanday bo'lar ekan, ha? Ismingiz? Abduaziz. O'zi bularning ismlarini odatda hammasini bilaman, maksimalni 95%ni, chunki o'zimning filiali bo'lgani uchun. Lekin kamera uchun so'rab olaman. O'zi aytgan boshqacha. Abduazim, kimyo qancha vaqtdan beri o'qiyapsiz? 1 oy bo'ldi. Ustozingiz ham Abduazimda? Siz Abduaziz ha? Shunda. Xo'p, Abduaziz, kimyoni qaysi qismida qiynalasiz? Qaysi bo'limida? Qiynalmaysizmi? Abduazim ustoz yaxshi o'tadi, chunki to'g'rimi? Ochiq aytavering. Qattiq o'qituvchimi yo yumshoq ustozmi? Eshitmayapti. Dars ketadi yaxshi ustoz. Yaxshi payti yaxshi ustoz, yomon payti yomon ustoz. Yaxshi, zo'r. Malades. O'zi shunday bo'lish kerak. Yaxshi payti yaxshi, kayfiyatiga qarab o'zgaradi. Shunaqa demoqchisiz, to'g'rimi? Yo, vazifa qilmasligingizga qarab o'zgaradi. Vazifa qilmasligingizga qarab. Vazifa yaxshi qilib kelsak, bizlar qattiq bo'lmasdan yumshoqlar. Agar vazifa qilmasak qattiq qo'llar. Ha, zo'r. Kamerada ozgina hayajon bo'syapti, ha. Lekin xudo xohlasa bu milliy sertifikatdan A+ kutamiz bundan. Nechinchi sinfsiz? 9. Ha, hali bor ekan. Bemalol yana 1 yil o'qiydimi? 1 yil o'qisangiz, sertifikatni yorib yuboramiz, xudo xohlasa. Omadingiz bersin, Abdaz. Charchamang. Xo'p, bizda yana davom etaveramiz. Sizlarni o'qishinglarga omad. Xudo xohlasa yaxshi muvaffaqiyatli olib, sertifikatni yuqori natijalar qo'lga kiritasiz deb umid qilaman. Ustoz, charchab qolmaysiz. Davom etavering. Turizm birinchi xona, tarix fani ustoz, tarix va huquq fani ustozimiz xonasi. Narsa bo'lib kelamiz. Assalomu alaykum. Firdavs aka, yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Ming bor uzr, mehmon bo'lib keldik. Aynan sizni darsingizni bo'lib qo'yish uchun mehmon bo'lib keldik. Qalaysizlar, kayfiyatli yaxshimi? Ustoz, qiynalmayapsizmi bularga dars berishdan? Yo'q, hammasi buncha to'la bular. Yaxshi. Xudo xohlasa hammasi o'qishga kirishda maqsad qilgan, to'g'rimi? Institutga sertifikat olmoqchi bo'lganlarim bormi? Albatta, 100% sertifikat oladi bu yerda o'tirganlar. Shunda bular tarixmi yo huquqmi? Tarix. Tushunishim bo'yicha menimcha anaqa bor ekan, O'zbekiston tarixi bo'yicha ko'ryapsizlar, to'g'rimi? Bu foyda beryaptimi sizlarga? Zo'r. Ustozinglar o'zi qanaqa? Qattiq qo'l o'qituvchimi, yumshoq ustozmi? Вообще zo'r. Aynan shuni aytib olaman, ana. Yaxshi. Вообще zo'r degan so'z, zo'r ruschada zo'r ustoz dedik. Reklama bo'lib ketib qolmasin. Xo'p. Xo'p, ismingiz? Mehribon. Mehribon, qachondan beri O'zbekistonda o'qiyapsiz? Yozdan beri. Yozdan beri. Bu Tirkasheva. To'g'rimi? Nimaga tanidim? Shahnozani singlisi. To'g'rimi? Shahnoza Tirkasheva degan o'quvchimiz bo'lgan. O'qishga kirganda o'qiysiz. Bizadan necha yil o'qidi, IELTS oldi, bir nimalar oldi, hamma narsa oldi, bizadan o'qishga kirdi. Hozir singlisi ham o'qishni boshladi. To'g'rimi? Qiynalmayapsizmi o'zi? Yo'q. Tarixdan. Yana qaysi fanda o'qiyapsiz? Ona til. Ona til. Ona til o'qituvchi yaxshimi, tarix o'qituvchi yaxshimi? Keluvligi ham zo'r. Qaysi tanlang? Tarix. Ona til ustozi kamerada ko'rib turibsiz, xudo xolasa. Videoda o'zingiz bilib olasiz. Hozir albatta tarix ustozi qarab turgani uchun meni deganlik. Hozir ma'noda o'qishingizga omad, xudo xolasa. Yanada yaxshi o'qishinglarni tilab qolamiz. Bitta yigitlardan ham intervyu olsam, kim beradi intervyu? Mana shu yigitimiz bersin. Oldiga sizdan oldimi? Zo'r, matematikadan oldman. Sizdan ola qolay. Yaxshimisiz? Ha, uyalmang. Ismingiz? Bekzod. Qachondan beri o'qiyapsiz Registonda? 2 oy o'qidim. 2 oyda. Nima uchun Registon tanladingiz? Bekzod? Inson bo'ladi. Yaqinlik uchun o'qish. Yaqinlik uchun. Ustozi dars o'tish uslubi yoqyaptimi? Albatta. Qattiq qo'l ustozmi ustoz? So'z o'rtachalar. O'rtacha. Joyda qattiq, boshqa yumshoq. Zo'r. O'zi shunaqa bo'lishi kerak. Rahmat, charchamanglar. Qizlar, sizlar bitta intervyu berib qo'yinglar.
ingliz tilini ham o'qiysiz siz, ikkalanglar ham tarix ham o'qiysizlar, ona tilini ham o'qiysizlar, adashmasam 3 ta fan o'qiydi. Huquq ham o'qiydi, 4 ta fan o'qiydi mana. Xo'p, ikkalanglar birga. Nima uchun Registon tanladik? Bilmaymiz, kamib ketyapti. Nima uchun aynan Registon tanladik? Qizlar? Bular kulyapti. Olaman, baribir olaman. O'quv markazi yaxshi bo'lgani uchun, sifatli ta'limni olganimiz uchun. Xo'p, kulganlarni kesib tashlaymiz. Xo'p, sifatli ta'lim degan joyini yaxshi olib qolamiz. Xo'p, yana nimaga aynan shu tarix o'qituvchisi Firdavs aka? Chunki ustozimiz zo'rlar, yaxshi to'lov beradilar. Zo'r. Qayerga topshirmoqchimiz? Yo'q, siz-chi? Diplomatiya. Gada zo'rlar yig'ilganmi bu yerda? Zo'r, omadinglar bersin. Ustoz tarix darsi, huquq darslarida o'tishda ikkita fan ikki xil. Hidan qolmaymizmi o'zi? Yo'q, ikki fanini yaxshi ko'rgan, ikki kasbini yaxshi ko'rgan kishi hech qachon qiynalmaydi. Endi bizning vazifamiz nima? O'quvchilarga osonlashtirib berish. Biz ozgina qiynalsak ham hech narsa qilmaydi. Ustozlarimiz, shogirdlarimiz o'qishga kirsa, o'sha undan ziyod baxt yo'q bizga. Zo'r. Men bu juda ko'zimni o'ynatyapti. Buni egasi aynan Firdavs aka Sattorov. Firdavs aka bu natija nimada? Bu kubik nimaga bu yerda turibdi? Egasimisiz yoki birovniki tashlab ketdimi? Yo'q, buni egasimiz uni 2 marta halollab olganmiz. Bittasi futbolda, bittasi o'quvchilarimiz zakovatda yutishdi. Bizga endi umrbod shu xonada qoladigan darajaga chiqdik. Tabriklaymiz. Olqishlab qo'yinglar. Yana bir bor ularni tabriklaymiz. Bu kubik haqiqatan Firdavs aka Sattorov ham bilimda, ham sportda o'quvchilar yaxshiligini ko'rsatib qo'ygan. Futbol musobaqasida birinchi o'rin olgan chempionatda. Zakovat bilimdon intellektual o'yinda ham birinchi o'rin olgan. Shunda biz berganmiz buni. Zo'r, so'z charchab qolmaysiz. Huquq fanizm bir vaqt bo'lganda kiramiz, xudo xolasa. Sizlarni o'qishingizga omad. Eng zo'r tarixchi sizlar. Tarix sohasini yaxshi o'qib, eng zo'r diplomat bo'linglar. Eng zo'r siyosatshunoslik yo'nalishida kiringlar. Eng zo'r katta lavozimlarda ishlab, biz bu yerda shu o'quvchi bizni o'qib qo'ygan degan bir niyat o'tkazsa, xo'pmi? Xudo xohlasa eshiklarga kirganda taqillatganda bemalol qabul qilinglar bizni. Xo'pmi? Omadinglar bo'lsin. Charchamaysiz, so'z qilib. Suv ichish jarayonini ham olamiz. Qalaysizlar? Ko'lingiz issiq sovuq suv chiqaryaptimi? Assalomu Va alaykum assalom. Qalaysiz? Kayfiyatlar o'tiring. O'tirib suhbat qilamiz. Malades. Kayfiyat yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Qachondan beri O'zbekistonda o'qiyapsiz? Maydanda. Ismingiz kim edi? Gulsanam. Gulsanam? Xo'p. Gulsanam kimyo fanida o'qiysiz? Ha. Biologiya, ha, yaxshi. Kimyo biologiyani maqsad nima uchun o'qiyapsiz? O'qishga. Nima uchun aynan Registonda o'qiyapsiz? Nima uchun aynan kimyoni Registonda o'qish kerak degan fikr paydo bo'ldi. Rezultatlari yaxshi. Aqlli hammamizga mazza o'qigan ustozlar yaxshi, tajribali. Abdazim ustozda o'qiysiz, zo'r. Legendarniy. Yaxshi. Qarang, bir og'iz so'z bilan o'quvchilarni Registonga jalb qila olasizmi? Ya'ni nima uchun Registonni tanlash kerak? Bir og'iz so'z. O'qishga bo'lsa, shu Registon kiraveradi. Mana tayyor reklama. Mana yaxshi. Xudo xolasa o'qishingizga omad. Medik bo'lmoqchimisiz, xudo xolasa? Nima yo'nalishda? Stomatolog. 3-stomatologingiz ham tayyor bugun. Men borsam, tekinga qilib berasizmi, arzonga qilib berasizmi? Tekinga ana. Tekinga menga aynan tishimni agar og'rib qolsa, yordam beradi, to'g'rimi? Albatta. Xo'p. Bemalol borasiz. Xudo xolasa borganda tanimasa bo'lmasa bo'ldi, ha? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Obязательно sizni ma'rifatga keltirib kutib olamiz. Malatsi. Zo'r. Xudo xolasa 3-stomatologim ham tayyor. Sizlardan eng yaxshi kadrlar bo'lib chiqinglar. Sizlarga omad tilayman. O'qishda muvaffaqiyat tilayman. Zo'r medik bo'ling. Sog' bo'ling, xo'p. O'qishingizga omad. Davom etamiz. Xo'p, kech tushdi, mana qorong'i ham tushdi. Endi xudo xolasa kechki darslarimizni lavhalar olamiz. Aynan darslarga kirishdi. Davom etamiz. Bu yerda Nargiza Nazarova kechki rus tili gruppamiz. Bu yerda literatura, grammatika, asosan institutga sertifikat tayyorlaydi. Что еще не было? Izminiti. Mumkin ustoz, uzr, darsingiz bo'lib qo'yamiz. Ming bor uzr. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Dars yaxshi boshlab oldilarizmi? Kechki darslar qanday o'zi? Kechkida dars o'tish, o'zi o'quvchilarda ilmni o'rganish bilan qanaqa? Endi kechki darsda qaytadan bular energiya olib keladi-da, ikkinchi yarim kun boshlanadi. Ha, kechki bu qayta energiya olinadi-da. Kuni bilan ishlagandan keyin, o'qigandan keyin. Zo'r. Kechki darslar, kechki paytda o'qiydiganlarga tavsiya qilasiz, ya'ni rus tilini o'rganish uchun. Ayni muddom, aynan ishlaydiganlar yoki endi bulardan so'rab ko'rsangiz bo'ladi bu savolda, lekin menga shaxsan o'zimga bu kelsak,
ertalabroqli va kechqurun salqinda 5-6 ta dars o'tishi yaxshi menga. Ha, sizga qulay, ha? Ha. Zo'r. Qachon topshiradi xudo xolasa bular? Aynan sertifikat imtihonlariga. Bir oy qoldi ularga topshirishga yana. Bir oylarda xudo xolasa tayyor bo'ladi. Zo'r. Ustoz, razgovor qancha vaqtda chiqadi deb o'ylaysiz? Aynan misol uchun mana shunaqa meni yoshimdagilar uchun erkin gaplasha olishim uchun, deylik, minimal erkin gaplasha olishim uchun qancha vaqtda chiqadi? Ko'p joylarda ko'ryapman, 40 kunda siz rus tilini sayratamiz degan reklamalar bo'lyapti. Bir oyda sayratamiz deyapti. Bu reklamalar qanchalik to'g'ri? U reklamalar salgina noto'g'ri informatsiya berishadi. Uni to'g'ri tushunish kerak. Razgovorkani grammatikasini balkim shu vaqtda berishi mumkin, lekin uni o'zlashtirish o'quvchining bazasiga bog'liq, o'quvchini uni o'zlashtirishiga bog'liq. Endi sodda gaplarda oddiy savol-javob razgovornida gapirish uchun где-то bir 3-4 oy kerak. 3-4 oyda, ya'ni maksimum 6 oy. Bozorda chiqqanda, misol uchun gapirib keta olaman. 3 oydan 6 oygacha-da. 3 oydan 6 oygacha. O'rtacha razgovorni. Zo'r. Ko'proq kimga bog'liq? O'quvchiga yoki ustozga, dasturiga? Bu yerda 3 burchak bor-da. O'quvchi, ustoz и material. Foydalangan material juda katta rol o'ynaydi. Shunda 33%. Metodika ham kiradi materialga, ha. Zo'r. Bo'l, rahmat ustoz, darsingiz bo'lib qo'ydik. Bir ikkita o'quvchilarni intervyu olaman. Mana shu o'quvchilar olaman. Endi ilojim yo'q. Qalaysiz, kayfiyatli yaxshimi? Va alaykum assalom. Qancha vaqtdan beri bizda rus tilida o'qiyapsiz? Dekabrdan beri o'tgan. Dekabrdan. O'tgan yil, bir yilcha bo'lib qoldi. Asosan sertifikat imtihoni uchun, to'g'rimi? Maqsad nima o'zi? Maqsad o'qishga kirish sertifikat bilan. Дополнительный ball. Zo'r. Sertifikat, xuddi fanlardan ham sertifikat ko'rdik, yuqorida xuddi shunaqa rus tilidan sertifikat bor. Agar shuni olsa, ular imtiyozga kiradi, to'g'rimi? Nechinchi sinfsiz? 11. Nimaga aynan Registon o'quv markazi va nimaga aynan Nargiza Nazarova? Birinchidan uyimga yaqin, ikkinchidan lokatsiya muhim ekan. Lokatsiya. Ikkinchidan nima desam bo'ladi? Zo'r o'qituvchilar. Boshqa o'qituvchilarga qaraganda spokойный, yaxshi tushuntiradilar. Atmosfera yaxshi, okrujeniyya yaxshi. Registon menejerlari-chi? Ular zo'r. Muomalasi zo'r. Sabablardan yana biri. Bular yangi kelgan payti bizada o'qiyotgan qizlar bor edi. Adashmasam 6 tami, 7 ta qiz bor edi. Ularning hammasi topshirib o'qishlarga kirib ketishdi. Bularning guvohida-da. Hech kim yiqilib qolmadi yoki olmasdan qolmadi. Siz mana shu joyda ta'kidlab ketaman. Nargiza Nazarova o'sha gruppasi 100% natija. 100% natija qildi. Ya'ni milliy sertifikat olib, aynan ustoz ham yuzini yorug' qilib, o'zlarini ham yuzi yorug' bo'lib ketdi va o'qishlariga ham kirdi adashmasam. Riskga kirganlik bo'yicha xabarlar keldi. Zo'r. Sizlarga nasib qilsin. Xudo xolasa, hammanglar milliy sertifikatga yuqori natija olib, kirdik, xudo xolasa bizlar ham degan jarayonda bo'linglar. Ustoz, uzr so'raymiz, dars davom etsangiz bo'laveradi. Darsda qolsangiz. Bu xonaga yana kiramiz, ya'ni bu yerda Miss Xurliman Idimbayeva. Xurliman haqida qancha gapirsa shuncha kam. Eng kuchli ustozlarimizdan IELTS instruktor, ya'ni IELTS darajasi 8 gacha bo'lgan o'quvchilarni aynan Miss Xurliman chiqaradi. Hozir biz dars jarayonini kiramiz Xurlimanni. I'm sorry. Kayfiyatli yaxshimi? Ming bor uzr. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Doska, elektron doskada ish o'tyapmiz, ha? Qanday o'zi elektron doskada dars o'tish proyektordan? Qulayliklari zo'r. Proyektorda, например, yuqoriga chiqib qolishi mumkin, lekin doskada hammasi o'zi kompaktniy bo'lib turadi. И yarkishchi juda zo'r. То есть bolalarning ko'zini hech qachon olmaydi. Zo'r. Miss Xurliman, mana bu. Qarang, bularning darajasi qaysi levelda shunda? Pre-intermediate darajasida. Xo'p, uchib qoldimi shunda? O'zi yo'qoladi. O'zi yo'qoladimi? Zastavkaga tushib qoladi. Zo'r. Xo'p, pre-intermediate darajada qanday o'zi yaxshi o'qiyaptimi bular? Da. Harakat qiladi, yaxshi o'qishadi. IELTS daraja bo'yicha yaxshi natijalar qilyapsiz. Ko'z tegmasin oxirgi paytda. Xudo xolasa yana bir guruhingiz IELTS yaqinda topshirishadi. Mana shunaqa yaxshi natijalarni qilishda qanday bir yo'llardan, metodlardan foydalanasiz? O'quvchilarga bir muhim bir tavsiyalar bera olasizmi? Tak, bu hammaning qo'lidan keladi. Birinchi o'rinda agar o'zi astoydil shug'ullanadigan bo'lsa, staratsiya qiladigan bo'lsa, to есть vaqt ajratib, ranli o'tirsa, hamma 7 dan yuqori ball olsa bo'ladi IELTSdan. Biz ustozlar ishlatadigan metod Registonda har xil metodlarni ishlatamiz. Тем более o'quvchilar individualni yondashamiz har o'quvchiga qanaqa u qabul qiladi, visualmi, например, audio bo'lishi mumkin. То есть ular informatsiya qabul qilishi. Shuning uchun har xil metodlar. Ustoz, qarang, sizda odatda rus auditoriya, ya'ni rus o'quvchilar bilan ko'proq shug'ullanasiz, lekin ayrim o'zbek gruppalaringiz ham bor. Gruppalar o'tayotgan vaqtda ruscha, o'zbekcha deylik. Qaysi auditoriyani natijasi, ya'ni o'qib kelishlari yaxshiroq, ya'ni harakatchanligi
Bu rus auditoriya yoki o'zbek auditoriyaga bog'liqmi yoki insonlarning o'ziga bog'liqmi? Mening o'ylashimcha, например, rusda o'tamanmi yoki o'zbekchada o'tamanmi? Uning nimasi yo'q, farqi yo'q, chunki men bilgan narsamni bolalarga astoydil o'rgatishga harakat qilaman. Не имеет значения, то, что русскийdanmi, o'zbekchadanmi. Lekin o'quvchi olishi. Da, olishiga bog'liq, o'quvchining individualni podxod bo'lsa, u qiynalmasa kerak. Mana o'quvchilar rus auditoriyalar yaxshi o'zlashtiradimi? Savolim shunday edi. Da. O'zbek auditoriyalar yaxshi o'zlashtiradimi yoki unga bog'liq emasmi? Yo'q, bog'liq emas. Chunki o'zbek auditoriyasida ham shunday bolalar keladi, o'quvchilar prям yoraveradi. O'qishni zo'r o'qiydi, например. Hammaning o'ziga bog'liq, tarbiyasiga bog'liq deb o'ylayman. Zo'r. Qurlima Idimboyeva, siz Registonda ancha vaqtdan beri ishlaysiz. Nimaga aynan Registon o'quv markazini tanlagansiz? Xodimlari yoki jamoa uchunmi? Yoki topish uchunmi? Uchta so'z bilan aytib ketishim mumkin. Registon bu jamoa, karyeraviy o'sish yaxshi oylik desam ham bo'ladi. Zo'r, ya'ni moddiyat ham yaxshi. Sizda ish faoliyatingizga omad. Charchab qolmaysiz degan umiddamiz. Sizdan hali yana ko'p natijalar kutamiz. Kamida aytganimdek 8 natija yorishingizni tilab qolamiz. Ustoz, o'quvchilaringizdan ham intervyu olsam bo'ladimi? Xo'p, kim intervyu bera oladi? Qani Zarnigor Murodjonova berasiz. Zarnigor yaxshimisiz? Kayfiyat yaxshi. Men endi savol berdim. Kayfiyat yaxshimi? Yaxshi. Xo'p, qancha vaqtdan beri bizda o'qiyapsiz Zarnigor? 2 yil. 2 yildan beri. Xo'p, qiynalmayapsizmi? Boshidan boshlagansiz, noldan boshlagansiz. Shu yerda o'qidingiz. Nimaga aynan Registon o'quv markazida? Misxurliman yoqtili, shuni tanladim. Zo'r. Misxurliman nima tarafi yaxshi? Talabchanlik. Talabchanlik. Yana qanday taraflardan? Yaxshi yetkazib bera oladi jammalarni. Zo'r. Xudo xohlasa IELTS topshirish niyat bor Zarnigor. IELTSga harakat ketyapti. Siz kamida 7.8 olishingiz kerak. Xo'pmi? Bunga ishonamiz. Xo'p, sizlarning o'qishingizga omad. Yaxshi o'qinglar. Xudo sizlardan katta eng zo'r kadrlar chiqadi. Mayli, omad deymiz, charchab qolmaysiz. Ming bor uzr, darsingizni bo'lib qo'ydik. Xudo xolasa sog' bo'linglar. Xo'p, endi kechki paytdagi turk tili dars jarayonlaridan ko'ramiz. Dilshoda Aliyeva, turk tili ustoz mutaxassis. Mana ko'ramiz. Ming bor uzr ustoz. Kayfiyatlar yaxshimi? Evet. Darslarni bo'lib qo'ydik. Uzr so'raymiz. Cho'k go'zal. Shunaqami? Zo'r. Dilshoda ustoz charchab qolmayapsizmi? Rahmat. Kechki vaqtda dars o'tish qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydimi? Yo'q, yaxshi. 8:30gacha dars o'tasiz. Evet. Ko'pgacha qolib ketasiz. Vazifalar tekshirish bilan buni qiyinchiliklar qanday yengasiz? Yaxshi tayyorlanib kelaman darsga, qo'limdan kelgancha. Va o'quvchilarni juda ham yaxshi ko'raman. Dars o'tsam qaytanga o'zim kayfiyatim boshadi va maza qilaman. Shunda charchadingiz. Yo'q, charchash bo'lmaydi shunda. Dilshoda ustoz Aydan Aliyeva turk tili bo'yicha sertifikatlari bor, ancha kuchli o'qituvchi, mutaxassis. Bular hozir qayerga tayyorlanyapti? Shunda TIS yoki milliyga? Nima maqsadda o'qishadi bular asosan? Asosan magistraturaga kirish. Magistratura. Xo'p, bu yoqdan olaylik. Hozir mana shu o'quvchimizni olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz? Yulduz. Yulduz, qarang, nima maqsadda o'qiyapsiz o'zi? Xudo xolasa magistraturaga. Magistraturaga. U uchun til sertifikati kerak. U uchun siz o'qiyapsiz. Qancha vaqt bo'ldi boshlaganingizga? O'zi yaqinda keldim. Yaqinda boshladingiz. O'zi nima maqsadda aynan Dilshoda Aliyevani tanladingiz? Darslari yoqdi, qiziqarli bo'lgani uchun yaxshi объяснять qiladi. Boshqa uchimli turk tillar ko'rdingizmi yo'qmi? To'g'risini ayting. Ko'rdim. Ko'rdingiz, ha? Asosiy anaqalar shu bu yoqqanligi uchun, to'g'rimi? Zo'r. To'lovlarimiz qimmat emasmi? Yo'q, yaxshi, normal. Zo'r, davom etamiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Aynan yashiradiganlar olaman. Ismingiz? Bobur. Bobur, nima maqsadda o'qiyapsiz? Sertifikat. Sizga ham sertifikat. Magistraturaga kirishgan. To'g'ri. Qancha vaqtdan beri o'qiyapsiz? 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. Zo'r. Omadingiz bersin. Xudo xolasa kamda Sivon olamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa sizlardan aytganimizdek kamda Sivon natija kutamiz. Xudo xolasa sertifikat olganda mana ustozim torti bilan kelinglar, xo'pmi? Charchamanglar, omadinglar bersin. Magistraturalarga, doktoranturalarga kirib ketinglar. Sog' bo'ling. Uzr ustoz, charchab qolmang. Mana oxirgi gruppalarimizdan hozir siltib qoldi yana bir bor. Meni Yunusobodda shunaqa ozgina uzilishlar bo'lyapti, lekin shunday bo'lsa ham dars uzmasdan ustozlarimiz jonli dars o'tyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi?
spichkalar bilan xonallarida telefonda. Eski darslar bo'lyapti o'zida. Qiynalmayapsizmi? Yo'q, rahmat, bu Qanaqa bo'lyapti? Yaxshi. Kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r. Muhimi qalb yorug'ligi bor deydi. Shunaqa. Muqaddas. Romantichniy dars bo'lyapti. Ha, zo'r. Qaysi daraja bo'ladi? Gruppa qanaqa? Bularda hali topik 2 darajaga o'tmadi. Topik 1 ni tugatib 2 darajaga o'tishimizga imtihonimiz bor shu noyabr oyi boshlab. Bugun nima mavzu xudo xolasa? Jama bilan inji degan grammatika bilan koreys tilini biluvchilar tushunadi. Buni bilanoq degan mavzu bilan keyin ganiga degan mavzuyimiz. Zo'r. Qarang ustoz, siz epistopik bo'yicha chempionsiz. Ya'ni ko'p o'quvchilarimizni topik olishiga juda xizmatingiz singan. Ular tez bizga Koreyadan video lavhalar, rasmlar jo'nataradi. Koreyada juda ko'p o'quvchi jo'natasizda. Siri nimada? Sirimi? Bundan 2 yil oldin kelganda salgina gapirib o'taman. 2 yil oldin kelganimda bu yoqda 3 tagina o'quvchi bergansiz esimda. Sinov muddati bilan 1 oygina vaqt beraman. Agar eplab keta olsangiz deganingiz esimda. 12 kechqurun 12gacha ham dars o'tganmiz u kunlarda. Kichkinagina bitta xonachamiz bo'lardi. Bilmadim endi, balki o'quvchilar yaxshi, Xudoyim qo'llab yaxshi o'quvchi jo'natgandadir, balki mehnat va sizni berilgan bizga ishonchingiz. Shunaqa. Eng muhimi muqaddasni tinmasligi. Ya'ni har narsaga o'zini uradi, har doim energiyasi to'xtamaydi. Ya'ni mana shu ilm berishdan energiya oladi. Eng muhimi shu bo'lsa kerak. Mehnatsevarligi yaxshi. Buni olqishlasak bo'ladi. Ko'z tegmasin faqat. Muqaddas, hozir bir ikkita o'quvchilardan men intervyu olaman. Qisqa, sevit bo'lmasa ham hozir yonib qoladi, xudo xolasa. Hayajonlanish boshladim. Hayajonlanmasin. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ismingiz? Mohira. Mohira, o'zi bilaman men Mohirani. Kamera uchun so'rab oldim. Mohira, qancha vaqtdan beri o'zi Registonda o'qiyapsiz? 2 yildan beri. 2 yildan beri. Nimaga aynan 2 yildan beri ketmasdan shu yerda o'qiyapsiz? Sababi nimada? Sababi bu yerda ustoz yoqqanda. Ustoz yaxshi o'rgatadilar, maslahat beradilar, qo'llab-quvvatlaydilar. Keyin shu jamoa mana shu siz. Rahmat. Mohira, aynan deylik Registonni tanlashingizda jamoa xodimlar shunaqa. O'zi deylik mana shu Koreyaga ketishda, Koreyaga ketishmi o'zi maqsad? Ha, xudo xolasa. Nimaga o'ziga? O'qishganmi yo ishlashganmi? O'qishga ketmoqchisiz. Qachon xudo xolasa? Xudo xolasa 11-sinfman shu bitirib topshirib xudo xolasa yoki O'zbekistonga topshirib kelib Koreyaga. Zo'r ustozni bu qachon bitiradi? 2 yildan beri o'qiyapti ekan. Buni tezroq topib oldirtirib, anaqa Koreyaga jo'natib yuborishimiz. Hali maktabingiz bor-a, to'g'ri? Shu sababli. Bo'lmasa o'zi tayyor, ha? Zo'r. Mohira, o'qishingizga omad. Koreyaga ketganingizda bitta video qilib, Koreyaga o'qishga kirdim, Arfaga, Registon, sizlarni yaxshi ko'raman deb qo'yish nasib qilsin xudo xolasa. Niyat qilsangiz erishasiz xudo xolasa. Omadinglarni bersin o'quvchilar. Sizlarga yana katta kuch-quvvat tilaymiz. Xudo xolasa hozir yaqin vaqtda svit yonib qolish kerak. Endi bilasiz O'zbekistonda buni keyin so'rasin. Xo'p, charchamaymiz, sog'-salomat bo'lamiz. Darsingizni davom etsangiz bo'laveradi. Uzr, xo'p. Mayli, xo'p. Charchamang. Mana bugun Registonliklarda, Registon media filialida ish faoliyati 40 kunligini to'liq ochib berishga harakat qildik. Ayrim guruhlarimiz, ayrim o'quvchilarimizni ko'rsata olmadik, ya'ni imkoniyat doirasida, lekin to'liqroq, batafsilroq harakat qildik. Xudo xolasa, bir necha oylardan keyin Registon media filiali yanada yaxshi remont holatida yana bir obzor qilamiz. Bunga kompyuter sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like va izohlarda faol bo'lamiz. Hammaga rahmat. Registon media filialiga tashrif buyuring.